bizning mustaqilligimizningki qo'limiz qaytarib berilishiga Allohdan har vaqt Allohdan tilaymiz. Kuchliklarni qo'l orqali kontrol qilib, bizdek bir ojiz, mazlum bir millatningki chiqish yo'liga ega bo'lishimiz, mustaqillikka, hurlikka erishishimiz uchun har vaqt Allohga yalinamiz, Allohga duo qilamiz va qo'limizdan kelgan imkoniyatlar bilan xizmat qilishga, bir kishilik assimizning bu kurashga, bu da'voga qaytishga tirishimiz. Bugun bizningki piyoda askarlar programmasiga ikki qarindishimizni taklif qildik. Bu programmaning ismi va buning keyingi maqsadlarini davomli ochiqlab turamiz. Ya'ni xalqimiz uchun, qarindoshlarimiz uchun, shu mazlum xalq uchun har vaqt xizmat qilayotgan bir kishilik assisini qaytayotgan, az bo'lsa-mu, kichik bo'lsa-mu, men qo'limdan kelishicha amal qilaman deb ko'chalarda, maydonlarda xizmat qilayotgan qarindoshlarimizning ikronimizga kelish bilan bu piyoda askarlarimizninki maqsadini, ish izlarini har vaqt qismlab sizlarga sunishga inshaalloh Alloh nasib qilsin deymiz. Bugun bizningki ikki pidoyi qarindishimiz, yana birisi Germaniyadan, Germaniyaning Stuttgart shahrida bir kishilik assisini qaytishi bilan, ammo ma'nisi chunqur va qimmatli bo'lgan faoliyatini qilishi bilan bizga to'nilgan qarindishimiz Abdulla Arish ekranimizda ko'rib turibsizlar. Ikkinchisi İstanbul ko'chalarida Türk xalqiga, Türk musulmonlariga, Uyg'ur xalqininki Xitoy zolim tajovuzchi hokimiyatining ostida qirilib ketayotganligini anglatayotgan, Xitoy mollarini boyqut qilish uchun chaqirayotgan, Xitoy virusidan neri turish uchun chaqirayotgan qarindishimiz Abdulqodir Juma Qashqarninki fikrlarini, planlarini biz bugun bu yerda anglaymiz. Men bu ikki qarindishimizga birazdan so'zni beraman. U orliqcha men Abdulqodir Qashqar qarindishimizning İstanbul ko'chalarida Türk xalqiga ilib berayotgan nidolarining kichik 1 minutlik videosini sizlarga ko'rsataman. Bundan keyin biz suhbatimizni davomlashtirishimiz kerak. Şu anda Çin'de ölümcül virüs dağılıyor. Çinliler bu virüslerini dünyanın dört bir yere dağıtıyor. Çinliler bu virüslerini bilerek insanlara ölümcül olan bu virüsleri dağıtıyor. Virüslerden dikkat edelim kardeşlerimiz. Çinlilerden uzaklaşalım. Çin mallarını boykot edelim. Çinliler bilerek dünyanın her bir yerine bu virüsten bulaşmış insanları dağıtıyor. Çin memleketi içinde şu anda her bir şehirlerinin yolları kapanmış ama dış ülkelere Çinlilerini gönderiyorlar. Yani bu virüslerden bulaşmış Çinlilerini dünyanın dört bir yerine gönderiyor. Yani insanların hayatını tehlikeye atan koronavirüsünü dünyanın her bir yerine dağıtıyor. O yüzden kardeşlerimiz Çinlilerden uzak duralım, virüslere dikkat edelim. Kendimize buluşturmayalım, Çin mallarını boykot edelim. Bu her bir insanın insanlık görevidir kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Aziz muhterem qarindoshlar, hammalar hozir ko'rdinglar. Qarindishimiz Abdulqodir Qashqari Turkiyada bir kishilik namoyishini, bir kishilik ohini, bir kishilik xitobini Türk xalqiga qilishga tirishdi. Bu unda oddiy ko'rinadi, ammo ko'chaga chiqib bir insonningki, Sharq Turkiston xalqininki dardini Türk xalqiga anglatish uchun qanchalik bedel to'lashga loyiq bo'lganligini his qilolmasligimiz mumkin, chunki oson emas. Men so'zni Abdulqodir Qashqar qarindishimizga beraman. Bu orliqcha texniklik masalalarga bir qarab chiqaman. Assalomu alaykum Abdulqodir Qashqari, ekranimizga xush keldingiz. Aleyküm assalam, hoş bulduk. Assalamu alaikum aziz qarindoshlarimiz. Aldı bilen bizni bu piyade askerler sohbetiga taklif qilgan Uyg'ur qarindoshlar studiyasiga ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimizga Allohning go'zal salomlarini yo'llaymiz. Rahmat, Allah razı olsun. Birazdan keyin sizning fikrlari, planlari, qatorliq masalalar to'xtalma.
Onundan avval Abdullah To'xta Arış qarindishimizga bir salom beraylik. Assalomu alaykum Abdullah, ikramimiz hoş geldiniz. Wa alaykum assalom wa rahmatullah. Allah razı olsun. Germaniyada namoyish qilayotgan uzun bo'ldi sizga. Ko'p jafo chekyapsiz. Rahmat sizga. Azizlar, men shu ekran oldidagi barliq qarindoshlarga Allohning salomini yo'llayman. Shundaqla shu Uyg'ur qarindoshlar studiyasiga rahmatni bildiraman. Chunki bu vaqt-vaqtida shu qilgan shunaqa faoliyat narsani vaqtida kishilarga bildirish orqali tixim ko'p kishilarningki bizningki shu Sharq Turkiston mustaqillik harakatida o'zining bir kishilik kasbini qo'shishga ilhom bo'lganligi uchun men sizlarga rahmatni bildiraman. Biz nega hozir siz bilamiz, jafo tortyapsiz. Biz jafo tortganimiz yo'q. Qilayotgan ish bizningki majburiyatimiz. Oddiy bunda biz vatan, xalqni o'ylamazakmi, insoniy burchimiz bu. Bizdagi Uyg'urlik, musulmonlik deganda cho'yaga tushmasakmi, aqalli bir inson mesela biz guvohchining nimasi to'playotgan Genbonen deganini deymiz. Yani kimlarga Yahudiyni deymiz. Shularni qilyapti. Bizda hech qanday munosabat yo'qlar qilayotgan chog'da bizning jim turishimiz amaliyotda bu haqoratchi bizga. Shuning bunga rahmat yetishini aytishga deb o'ylayman. Bu mening majburiyatim. Rahmat sizga. Allah razı olsun. Rahmat yetimiz çünkü kim bu millet için hizmet kıldı ekan, kim bu millet için so'zlaydi ekan, kim bu millet için es qiladi ekan, her zaman rahmetimiz, duayımız, hediyemiz, en güzel tileklerimiz o kişi bilan boludu ve bolish kerak deb o'ylayman. Yani birozdan keyin yana sizning bu fikrlaringizni ve bu xizmatning qanday bo'layotganligini hammani sizdan so'raymiz. Chunki bu piyoda askarlar programmamiz davom qiladi. Xalqimizning ichidan chiqqan amaliy xizmat qilayotgan qarindoshlarni ikkiran vakilish orqali xalqimizning texnik aktivligini qo'zg'ash uchun sizlardek tirik xizmat qiluvchilarni har zaman ikkiran va kelib turamiz inshaalloh. Bundan boshqa faqat gap qiladigan bugungi kunda liderlar, boshliqlar, generallar jiq bo'lgan bir zamonda ammo oddiy bo'lsa-mu xizmat qilayotgan askarlarning tilga ilinmayotganligi, buning ko'z ko'rinmayotganligi sababiyatini xotim berish uchun inshaalloh bundan keyin bizdek piyoda askarlarningki har zaman fikrlarda az bo'lsa-mu xizmatimizning bo'linayotganligini xalqimizga bir aktivlikni qo'zg'ash uchun ko'rsatishga, ya'ni bunun bir amal, bunun bir kurash shaklida ko'rsatishga tirishimiz. Abdulqodir qarindishim, sizga men so'zni beraman. Bu namoyishni qachon boshladingiz va qachon to'xtadi? Yani bu kesel sebebi bilen, bu virus, Xitoy virus sebebi bilen bu qanday bir hissiyat, yani ta'siri bo'layotdi Turkiyada? Sizning javobingizni olib boqaylik. Xo'sh, bu faoliyatni şu birinci ayda başlagan, birinci ayının o'ttirlarida. İkinci ayınki ma'lum bir kunlar kelgan chog'da to'xtab qoldik. Yana qaytadan yana başlagan vaqtimizda mana nedan saqchilar Türkiye İstanbul'daki şu meydanlarındaki bir güvenlikliğe mesul saqchilar tarafından bir izni almasan, ruxsat almasan bo'lmaydi degan bir gap bilan shundan turib qoldik. Bir necha kundan keyin bu sirtqa chiqish yasoqlandi. Shuning bilan bu faoliyat bizimizga tutdi endi. Inshaalloh shu 6-oyning 15 kunlari tamamen yasoqlab bekor qilindi edi. Bu chog'da qayta bu faoliyatimizni boshlaymiz. Endi bu faoliyatni boshlashdagi bir hissiyotimizni so'zlasak, aslında bultu 2019 yılı 2. ayda başlaşqa tayyorlik qilib, men bu Tumyat şirketiga o'sha Xitoy milini boykot qilish to'g'risida bir tashviqot ishlab berganda borsam, bu shirkatdagi turk qarindoshimiz menga bir masxara aralash bir gap qildi deyamdi. Sen buni avval o'zingizninki Uyg'urlar ishida umumlashtirib buni sen turk xalqiga Xitoy milini boykot qilayli deb tashviq qilishdan ko'ra, o'zing ishimni tashviq qilaman. Nima deganim bu desam, men taniydigan 90% Uyg'urlar
Hazırgıçlar Xitaydan mal ekilip satıdı bu yerde deydi. Yani o tarafında Uygurlarla köp aralışıdı iken. Sen o özanlık milletini tosmay turup bizge Türk halkıga bu Xitay bilan boykot qilamiz deb teşvik qilsam, endi ba'zanlar qabul qilsa, ba'zan menga o'xshash bildiganlar masxar qiladi seni. Her ish evvel o'zingizning ishinglardan boshlanishi kerak dedi. Shuning bilan men u yerdan qaytib ketib, o'zimizniki bir grup qarindoshlarimiz bor edi, bir necha. Ularga masal soldim ben. Men bu shunda bir faoliyat qilay desam, bunda bir fikr qo'shirdim. Bunun için evvel özümüzden işimizden bir tüzetsek, kalsınlar bir hamkarlaşsanlar, bizim şu Türkiye'de Xitay bilan ekip setyapkan qarindoshlarga bir hizmet ishlash orqali bunu bir evvel biz boykot qilaylik dedim. Degandan bir necha qarindoshlar qo'shildi. Yani şu naq maydondagi bir necha qarindoshlarimiz bunun qarshi fikrini o'tirib qo'ydi. Sizlar hazır bunlar deb o'tirib chiqilgan bo'lsalar yoki biz chiqsak, mushu Xitoydan, vatandan mal ekilib, setib, turmushini qamdayotgan qarindoshlarimiz nurg'un bularniki turmushniki bir kirim manbasi to'xtab qoldi. Ular nima ish qildi o'sha chaqda? Bundan burunmi bir qator bo'lib, bu ish bilish yil oldida. Bir necha qarindoshlarimizning qo'lida ekkaga meni besib qilib, nurg'un ziyon tortib ketdi. Anadaki keyin asta bu işler düştü. Bir taraftan yaxshi xizmat qilamiz deb o'zimizning va qarindoshlarimizga iqtisodiga qiyinchilik kelib qo'ymaymiz degan fikrni berdi. O'zimizningki qarindoshlarimizning oldim bu fikrni. Olgan ekan men endi biroz chorasiz qoldim yani. Anadaki yezicha boshqa bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib qoldik. Endi şu 11. ay kelgan vaqtida qaytadan bu faoliyatni bir o'zim yolg'iz kichik bo'lsa bir o'tirib ochqay deb men bu video orqali bir tashviqot qildim endi. Onu men unutib qolibman. Yo'llab berdim o videoni. Men shu chaqda 11. ayninki oxiri 12. ayning boshlarida men o çağda bu Xitayning virusi o'tirib chiqmagan bir vaqt. Ben bu Xitayninki mahsulotini boykot qilishni men bundan bir tim bilan boshlagan. Xitoy viruslaridan qutulishning eng unumli chorasi Xitoy milini boykot qilish deb bir tim qo'yib video ishladim men turkcha. Yani Uygurlarning ichida buni tashviq qilishga men yana aciz keldim. Menda iliqdek fikr bo'lgan ekan. Bunu bir vasıta Türklerden özümün kuşumu yetişmiş kılaydı. Yani o videonu işte onun mezmunu da mı aynen? Bu Xitay bir kanserden, raktan öte bir eşitli bir virüs bu. Bunu ne doğru bilen davalığılı, ne modern tip bilen, ne geleneksel tip bilen davalığılı bulmaydıgan bir sakaymaz bir virüs bu Xitay. Ne gibi varsa bu Xitay özünki şu Xitaylık neceslikini juqturup, şu yerdeki insanlarını medeniyet cihetten, zemin cihetten, iqtisat cihetten bir assimilasiya qilib, kontrollikka ilishni hedeflagan bir Xitoy bu deb, shu mazmunda men bir Türkçe video ishladim. Buningki ko'rilish soni nihoyat oshdi Türk'üm orasida. Buni odatda Facebook sayfamda shu Türk qarindoshlarninki nimasi jiq endi. Şu çağdan başlayıp ben bu yazma teşvikatında davamlaştırdım Facebook'ta. Facebook sayfasında Xitay milini boykot qilish to'g'risida meniki yozgan nurg'un bir qisqa cümlelik nihoyatda ma'noliq bir teşvikatlarım var. Endi bu Facebook sayfasida yazma şekilde qildim. Andan keyin ama birinci ay kelganda yağısı, endi bu resmi bir oturup çıkay endi deb, ben balamni elib, bir mezgil kundumuş Aksaray'da, Beyazıt'ta, müşahedeliği soğudu nahiyeti cıp yürüşüdüğün bir rayon iken bu. Çeptelikten baki, Türklerin kildiğin, alışveriş kıldığı yağıgan diken, ben bir yerge nime astım, tahtayı astım, aldımga Türkçe,
arka tarafımga İngilizce kılıp. Çünkü bu yerde İngilizce chet elden kelgenlik köp bolgaçka. Onun başka ama plakat işlettim 5 kilometrelik kılıp. Onu aldığımı yaydım. Şu jaryanlarda hem de bana vergen bir tesir edimi menden şu Türk olsun, başka chet elden kelgen İngiliz olsun, İngiliz tillik chet el tili sözlerganlar olsun. Menden bir evvel sorulan boldu hem bir İngiliz tilini bilmesem şu toplaşkan kişiler tercüme kılıp verdi. Ularıma ançımış anlattım o maksat mudda'anı. Ben bu yerde bu birinci ayda hem de özümden bıraklam sekrep oturuş çıkışında bu virüs bir bahane oldu hem de hakikaten bir virüs oturuş çıktı. Yani bunu ben bir fırsat buldum. Bu virüs de yandap durup Xitay bilen boykot kılışını teşvik kılsak bunun texim bir ünümge egi bolduğanlığını, tesir kozgaydıganlığını his kılıp ben bir özümdeki bir probitimden yetiştikçe faaliyetine başladım. Bunun da şu sizin yollattığım videoda hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığıma bir de çıkarttım şu belediyenin ki hizmetçileri toplaşıp dururken yani etigen tarafta. Ve uyan bir yandan ki az şikayetle kelgen adamın bulduğu birine yüzdek. Muşularımı yani dağdım bu teşvikatlı kıldım. Ulanıma bir alkışımı buldu. Demek hem de ben bu faaliyette bir yıl burun planlagan bolsam mı yukarı degendek bir sebepler bilen bir mezgil başlayanmay keyin andan 2019 yıl ahırdan başlap Facebook'ta yazmışı şekilde başladım. Anadaki birinci aydan kirgenin ayağısı bu virüsle bağlap durup bu faaliyetine başladım. Yani keyin de şu koşulara çıkış bir yasak bolganlık sebebi bilen hazır bir 2 aydan açtı. 3 ay bulan oldu hem de öyle bulavatımız. İnşallah 6. ayınki oturları yol açılsa yana hem de bir başka bir şekilde bu faaliyetini davamlaştırılgan plan maksatlarım var. Bu faaliyetninki asaslık maksat veya ki içideki mesele doğrusu ben birazdan keyin sorayım. Abdullah Toxtaarich kardeşimizge berey. Abdullah Toxtaarich kardeşimiz mi o'xshash şekilde faaliyet qachon boshlangandi, qanday davom qildi ve hozir qanday bo'lib o'tadi? Bundan qisqacha o'tgan qitim biz tafsiliy so'zlagan bir javobini olay. Marhamat. Ben 2019 yılı 6. ayının 15. günü başladık. Çalışma maaşını şu Germaniyanın 4 katındaki Schlossplatz diyen meydanda. Şu 15. sene başlayıp 6. ayının 15. 24. sene 10 gün uyduk kıldık. Onun için her şem ülkelikte devam kılıvattı. 3. ayının 17. günü geçen, 2020 yılı 3. ay 17. günü geçen devam kılıp gelgen. Xitay yürüyüş yaptık hem de bütün meydanlar ammi sorun hemen hesap şehirmişim devletin özü Germaniya devletinin özü ama hazır takalgalık için toxtattık. Ama şu hazır hem de asla İsmail Allah'a kamnet esnek kılatıdır. Doluk esnek gelip cemaat toplaşış bu Xitay'ı karpasiyeti yol koyulgan deyin ki yani başlayınız inşallah. Uningki ta'siri chu Germanlarga nisbatan. Endi ta'sir desek, şu asasda bir şey, yerli xalqqa, o'sha kishilarga shaxsiyat anlatishni maqsad qilgan. Bu da önemi yaxshi bo'ldi lekin men shu yerlik German xalqidan chet ellikcha, o'shadagi arab, turk hamma xalqqa anlatdik. Bu jarayonda endi biz o'ylaymiz, masalan Birleşken Uluslar Teşkilatı'da, yani United Nations'da 22 devlet, Avrupa devleti Uygurlar için kollab, Uygur kişi hukukunu kollab demeyi verse, imza atsa biz oylayımız ki bütün Avrupalıklar bizimki Şarkı Türkistan herkini kollayı da oylayımız gençler. Ameliyatda amni asası halk narsı çökken çada ondan emesken. Şununla Şarkı Türkistan herkini halkka yerlik bir kişiler bildirişten yaxşı ta'sir oldu bununki. Hatta ki ben bir kısımlık bugün bir video izlep tapamadım bu videonu. Fox News'unki bir videosu var. 10 minut etrafında
Ben bu şeyde almakta asas meneki men iki nesçi, bununki ile bir maksat çıktı meneki. Birinci nokta yerlikteki kişiler bildiriş. İkincisi Şartuş'tan davasını Ali mektep gelip giriş. İnşallah Germanya'daki Nurul Ali mektep var. Bunu kılımız aslasında lakin. Ali mektep oğuşlar geldi. Ulan düşündürdüm. Fox News'da koyatmadım. Fox News'dan ki işçide ulan 1933 yılda kurulgan Şartuş'tan Cumhuriyeti ölen 1944 kurulgan Şartuş'tan çıktığı Cumhuriyeti pek kızıkçı. Anlığım ki ben ulan tepsili düşündürdüm bana nikin. Boğam ki ahvalda Şartuş'tandaki müstemlik kılış ceryanı. Düşündüğünde ulan benden bir sual sordu. Sizler ne için aynı vakti İslam'ı koşar. Yani Şartuş'tan İslam Cumhuriyeti kurgan tınlar başına soruldu. Sonra ben onu dedim. Sen onunki İslam boğalığı ismi karma. Sen oyladın ki 1933 yılı Şartuş'tan İslam Cumhuriyeti'de bir asas kanunluk devletinin kuruluşu söyleyip bak 1933 yılı Germanya kaç alet etti. Yani 100 yıldan kim bana 90 yıldan kim sen oylap bak o şey Germanya'nın özüne Hristiyan Demokratçılar Partisi, Hristiyan Sosyalistler Partisi partilerge dinin ismini koşup koyuyordu. O vakti bu devletin ismini din koşulundan oldu. Mühim mesele ve cumhuriyetçilik ideyasından devletin asas kanun devlet kendini bırakmasa 100 yıl burunki makul ideyanı sen al. Şunu için gerek degen oylap rahatsızlığının toğrayla başlattı. Anan ikin dedim. 1934 yılı 44 yılı Şark Türkistan Cumhuriyet Kurulu denasını oylapta 13 yıldan keyin kişilerin iddiasi tım algı bastı. Mandat düşendiğinden keyin o hakikaten düşendi. Anan keyin Şark Türkistan'ın kandak müstemlik kılıngan, tecavüz kılınganlığı ve nima için Uygur halkının bu günge hazırda zulüm uçurayotganlığı näsin andan keyin tepsil aslında bu besilingan zaman müstemlik zaman şunun bu bularını yok kılış için müşten ezitli degen näse asan düşendi-ço. Demek bizning tushuntish usulimiz to'g'ri bo'lsa, xalqni qayil qila olamiz ekan. Biz yerlikni qayil qila olsak, ustidagi siyosatchini qayil qila olamiz deganga. Oddiy bir kishini qayil qilamisak, siyosat kim qayil qilolmaymiz, siyosatchi bizniki ilgari maktabchi. Men shuningga shu maqsadda ko'chib chiqdim, uni yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Yani siz bir meydanda koçuğa çıkıp şu yerde plakatlarını isip ilanlarını bizimki halkımızdaki zulüm çekevatkallık ispatlarını şu yerde Germanlar köyüsü şarkılık bu şekilde ve sözleş ular düşündü şarkılık bir kişilik yazsanızı namayişinizi kılıvatsız. Kardeşim Abdülkadir siz mi bir meydanda hazırlap meydanda namayış kılış meyli Sultanahmet meydanı olan diye başka yer olandı. Bu şekilde kılıştı mı oylaştınız mı? Koçulardı meni yürüyüştün bekrek. Ben oylaştım. Sultanahmet'e bağlı koymadı. Ahirette Sultanahmet'e bağlandı ki lan bizdeki o üstümdeki o plakatlarını hemen nersini çıkıp aldı. Hatta nemi kapırımız dedi çoğu ola şu işkanlığa gittiğimizde bağlandı ki ben dedim ben bir zulümden oldu ben zulüm kılıvatkan bir Xitayning melini ammanla davatı ben onun üstüge ben Xitayning takatkan virüsüden uzak durumla davatı ben bunun neyi hata eken desem Mabu sen mabu sayahat rayına kep kapsan bu bir deydi. İkincisi namaz kılsan meyli ama ruhsatsız kılsa dedi. Degenden oldu ben buna diken ruhsat elip kılay. Dep cık gep sözü bilen andın o binasını elip şu kim günden mabu bizim alıkı kima? Ömer Hacım. Ömer Hacım bilen bağlan. İkimiz bağlan diken o binasını alıvalımızda bizde işkan kapırımız degendeki biraz bir gep söz bilen o yerden kayıttık. Kayıtladık ki ben dedim bu sayahat rayonlarına yoki koşup mağıp jitsek yaxşı olmak dek. Dep o şu size yollap bergen videoda bir köyrüknün asты var. Aksaray'ınki aldı. Şu beyaz ketadigan tramvay diket var. Bu yerde bir seyna var eken. Ben bu seynanı tanıdım inşallah ben aşağıya bir dükkan kurgandek bir şekilde şu nimelerni yiyip, teşvikatlarını yiyip yergen. Mukum turay dedim. Koçun mağıp yüksek mi? Bizge engel oldu ki ola. Eden bana sayahat rayonu varsak tekrar ruhsat bulmaydı ki. Ama ticaret rayonunun merkezi iken Aksaray degen. Bununla benimki tayarlığım var. Plakatlarını işlep, bununla ki o vatanda Xitay özünki ülkelerge eketken kandaşlarımızdaki zavatı işlevatkan resimleri var. Nimede toşuvatkan
avtobusda to'shish uchun saqlayotgan qarindoshlarımızın resimleri, hani ağlarını birleştirip tayak koydum. Ben şu resimler bilan birleştirip bana bu Şarkı Türkistan'daki mazlum Uygurlarınki kan ter bedeliga kelgan azan mal usuli qo'shilib yaxshi ko'rib elayotgan azankin deb elayotgan mal shularning qan bedeliga kelgan mal deb bular bunda birlashtirib turib teşvik qilman deb o'tirman inshaalloh. Shu o'tgan qatimdim dedim men. Aqasonlarki elayotgan malda har bir malda mahsulotda bir Uyg'urniki qini var, bedeli var onun da. Sizler azankin deb Xitoyning bilan olgan bilan shu Xitoyga yordam qilgan bo'lsalar, zulmni Xitoy bizniki qarindoshimiz qiladi deb aytadi deb tushunadigan yoli bor. Endi siz degandek buni shu muqim bir o'ringa tutib, bir sistemalik holda, izchilligini saqlagan holda bir ilib borgan planim bor inshaalloh. Allah razı olsun. Mesela sizinki Xitoyga ajallik zarba bo'lgan mush Xitoyni boyqut qilish degan mush fikrimiz bor. Burundan shu fikrni o'tirib qo'yib kelyapsiz. Undaki uni xalqaralashtirish degan narsa. Buning endi asos shuning markazlashamiz endi. İnşallah bununla evvel Allah'ın yardım bilen andikin kalısı uçuk, zihni ötkür, ayağı çakkan qarindoshlarımızın bir hemkarlığı aslında bu Xitoy milini boyqut qilishni xalqaralashtirish bir maqsadim bor. Endi buningda biraz to'xtalish to'g'ri keladi. Endi nimasi bu Xitoy milini boyqut qilish Xitoyga ajallik zarba bo'ladi deganda endi hammamizga ma'lumlik iqtisod har qanday bir davlatda bo'lsin, bir jamiyatda bo'lsin, bir oilada bo'lsin, shu o'rindagi bir asosiy kuch bo'lib hisoblanadi hozir. Biz meni abiyatın özümüzrak bir tanıştırıştın unutup kaldık da ben maliye iqtisodning buğaferlik kesbida o'qigan. Ben bir şeyde sözünüzge qo'shib solay, abay men unutib qoldim uni. Bo'lsa mana Abdullah Arish qarindishimizning burungi programmada biraz tushundirgan bo'lganlik uchun men shuningda hisoblatib qoldim. Bo'lsa azroq o'zlarining nimasini bir bilaylik, yani sizning kimliklarini tarixlama. Ben bayam deb o'tgandek ismim Abdulqadir Juma Qashqari. Ben Sharqiy Turkistonning Qashqar shahri Nazarboq kentidan men, yezisidan. Xo'sh. Men 92-yili maliya iqtisod buxgalterlik kasbini bitirdim. 97-yilgacha buxgalterlik xizmatini qildim ma'lum bir idoraninki. Andan keyin shu chog'ning o'zida men shu xizmatga chiqib 2-3 yildan keyin bu xizmatning naqadar bir bizniki nimamizga tabiatimizga bir uyg'un emasligini shu chog'da bu Xitoy siyosatininki bu xizmatchilarga nihoyat bir o'zininki iddiasini shu rezil iddiasini bek singdirayotgan bir mezgil ekan shu. Ben şu mezgillerde bu hizmete çıkmam, 2-3 yıldan keyin bu hizmeti taşıp ötüşni plan qildim. 95-yillar bo'lishi mumkin. Bir qatim shu idora rahbarligiga biroz so'rasam, "Sening nima maqsading va xizmatdan chekinib" degan bir gapni qildi. Endi bu yerdan men bir fursat topolmay, oqibat shu 97-yil 97-yil kelgan chog'da idora rahbari bilan ma'lum bir sebep bilan bir jidallashib qoldik. Meni bir mush bilan birini urgan bo'ldi. Shuni bilan menga bahona bo'lib, men xizmatni aran tashlab chiqib ketganman. Xizmat tashlab chiqib ketgandan keyin shu dori o'simliklari tijorati bilan shug'ullandim. Bir tarafdan tibobatchilikni o'rgandim. Tibobatchilikni o'rgangandan keyin yana men do'kon ochdim, tibobatchilik kasbi bilan shug'ullandim. Ham dori ilm satim tijoratini qildim. Ta ki 2015-yilga qadar men shu tibobat kasbi bilan mashg'ul bo'lib 2015-yil oxirida Turkiyaga oilam bilan ijara qilib keldik. Kelgandan keyin men bugun qadar shu nimani tibobat kasbi bilan shug'ullanyapman. Demak, shu mening o'qigan kasbim iqtisod buxgalterlikda o'qiganman.
Buna bo'lgandan bu iqtisodniki bir qandaq bir ta'sir kuchi bo'lganligini oilalarda bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, idora organlarda va hatto davlatlarda, hatto xalqlarda bo'lsa bu iqtisodning ne kadar bir ta'sir kuchining borligini men biraz tushunaman. Biz maktabda o'qigan vaqtimizda iqtisod siyosiyni belgilaydi. Siyaset iqtisod uchun xizmat qiladi deb bilganmiz. Emniyetli bu şu anda. İqtisod siyosiyni belgilaydi degan gap iqtisodi bo'lgan odam yoki iqtisodi bo'lgan bir toplumluk veya bir iqtisodi kuchli bir devlet şu iqtisodga asosan devlet içinde kuchli bir siyasetni belgilaydi. Xalqaro bo'lsin, xalqaro mesela Amerika'nın iqtisodi kuchli deymiz. Amerika şu benim bilişimçe endi 50-60 yılın yanlısı xalqaroniki siyasetini belgilep kelirlik. Çünkü iqtisodi kuchli onunki. Endi ben bu Xitay mı? Aslında 90'lı yıllara kadar bu Xitay ilgilikin bir ölemizden ailette kelayotgan bir devlet de bu. Amerika endi ma'lum bir siyasi tampon, şu xalqarodagi bir siyasi tamponluk ne? Kuch tamponluğunu saklayman deb, yani Rus'a karşı Xitayni biraz canlandırıp durup, Rus'un bankildiğin tehdidini Xitay arkalık bir peseytimen deb Xitayga yardım qilib qoldi bu Amerika. Amerika'daki bir bölük güçler deb alaylı. Belki Amerika desek bütün Amerika, çünkü Amerika'da 2-3 xil hakimiyet yoki nimalarga qo'sh. Bular menda Clinton zamanida bu Xitoyni nihoyatda qo'llab-quvvatladi. Shuning bilan bu Xitoy Dunyo sog'liq tashkilotiga kirib oldi. Undan keyin bu Xitoyning iqtisodi kundan-kunga yuksaldi. Shuning bilan bu Xitoy endi hozir mana Amerika olanda, Rus olanda ne olsa onunla bir kapitüstik alet kirib oldi. Hatta endi dunyoniki siyosetini men tanishayman, men monopol qilaman deb bunday bir maqsadda ketib oldi. Allah saqlasin qisqa muddatda bu kafirlikki bu zolim davlatni tarmar qilaversin. Endi bu yerki maqsad nima? Iqtisod bo'lg'achqa shu dunyoga bu kapitulasiya bo'ldi. Endi Allah razı olsun, men sizga mush gaplarning oxirini Abdulla Arish qarindishimizning fikrini ep bo'libla beraman. Yani sizniki bugun anglabdim bu iqtisod maliye kesibida o'qiganliklarini. Bu nihoyat muhim bir kesib va muhim bir fikr chiqdi buning ichidan. Ham hozir bizning tadqiq qilayotgan bir programmamiz shunga bilan aloqadorlik. Xo'sh, Abdulla Arish qarindishim, Abdulqadir qarindishimizningki maqsadini tushundingiz, nimasini, fikrini oldingiz. Iqtisod bilan hozirgi sizning qilayotgan tirishchanligingizningki o'ttirisida bir bağlanış varlığı, sizin bir fikriniz ne bakay, ondaki sizin nimanız merkezi şey. Geçende şu Euros çıkıştan azraq ilgari dikkat qilgan bo'lsanglar, şu nimaniki Avstraliyaniki bir şu tadqiqot o'rni setayotgan Uyg'urlar haqida bir doklad tayyorlab chiqdi. Onun için men şu 21. asrdagi qulluq deb bir doklad, qisqa Uyg'urcha bir doklad bilan tayyor qildim. Bir ishga vaqtini chiqarib, shu torlardan foydalanib. Men ishga nimadan keyin tayyor bo'lishi udul keldi. Shuni e'lon qilgandan keyin, doklad e'lon qilingandan keyin men ham o'sha qarindoshimiz, qarindoshimizdan qilganda bir kompaniya neymiz, bir harakat boshladik aşağıda. Boycott Made in China, yani Boycott Made in China, yani Xitoyda salganda boycott qilayli. Andan keyin end forced labor deb, yani mecburi emgakçilikni to'xtataylik debchi. Bunga az bir qism qarindoshlar ovoz qo'shdi. Bundan ilgari ham China'da, shu Amerikada, nimada, shu Bostonda, shu nima, Maysa madamiz, Maysa madamiz, shu Boyqut China'da maxsus qishdan, aşağıda qarib nimada, aşağıda shanba kunlari nimaning oldida, aşağıda bir Costco deyman, shuning oldida namoyish qildi Boyqut China'da. China ashuni debchi. Demak, biz mush qarindoshimizniki ishga to'shilib ketdi.
o içki toşuluş emez. Emniyette bizim Şarkı Türkistan'ın hazır bütün yerini bular zavutlaştırıp, karxanlaştırıp, terbiyeleştirip, aşağıda terbiyeler, arxil, kompüter injenerliği okugan, Ali mektepte mençili okuganın hemmini mecburi emgeksilip hazır ular ayak tıkıdığan, mozdor, kiyim tıkıdığan maşin çıkartıyor. Hemmini ekip mecburi. İxtisas egilerini nabut kılıp etti yani. Üstün kesip. İxtisas aşılar nabut kılıp bulayçı. En aşına etçike bazen mesela en 3 milyon Uygur'unu ekirgendikin elbette bir kısmını aşına kılıp halkara köz. Biz bunu texnik egellettik kulağa dep köz bir narsa buluş gerek. Bir kısmını aşına kılıp kalan Uygur'lar nehket ulu bir mesele. Azıcık iniq emas. Lekin şunday bo'lgandan kishilarga dunyoga mushu Xitoyniki to'rtta rasizlikini ilib berayotgan ishlarni mushaqil anglitishimiz zarur. Men qo'llayman shu qadr qilishimizdan qadrlarini. Ben ana ablen dedim qilishimiz qilgan, Maysa mutafaddimiz qilgan, oxirida men o'sha nimada eng oxirgi qanday doklad ko'tarib turib, men Avstriyani doklad ko'tarib turib, ishga qila oldim bu namoyishni. Doklad ko'tarib turib, kishilar tushuntirib turib, 83 aşağıda xalqaro bu şirketin 83 şirket münasebetlik bu xittim karşı Şarkı Türkistan'ı Xitayga yo'tkazib apirib mecburi emgak sınavdan Uygurlarga münasebetlik şirket 83. Bunun içinde aşı mesela Germaniyanın özlükten Mercedes, Bosch, BMW, yani BMW. Önemliyken Volkswagen aşın hemisi var ki, dünya çanlık aşı, Microsoft'un tabi Google'ı çıba. Hatta ki. Şu an ben aşağıda diyentim, bütün dünyadaki Uygurlar, her biri, zaten jüritin otuğa diyen Uygurlar kopalayın, bizim burada çoğu şirketin aldığı biri kötüreyelim şu tahtine. Ama dükkanını aldığımız kitap açık koyuyor, dükkanını kolumuz bir kolumuz dükkanı, bir kolumuzla kılıkla resmini getirip, kılaylı biz, emimiz öz aldığımız aşağı bir kançının bulasak, cik bulasak, kıyafet dedik. Onun havası koşulan adam çıkmadı, lakin biz aşına kılışımız zürür. Aşına kılınca hem halkı anlatalayım. Dünya nemişki madenler, nemişki çıkıp bir yerde çoğu şirketin alırken nemişki toğlay diyen çağda ayak münasebeti kendi de ama duklarını körüstünüz için. Bu bir mühim anlamda. Xitayni bizim Uygurlu bir gap var konuda. Bokun öyküretken bir nesli depçi. Demek aşı nesli kişi düşün Xitayni kısa bir ayrı ötüş gerek. Şuna. Mesela bu siz hazır dediniz aşağıya verip toğlap kılaylı, faaliyet kılaylı degende adam çıkmadı edip. Bu sizler hazır, bizdeki hazır bir kemçillik, meyli liderlerimiz, teşkilatlarımız olsun dedik. Yeni hareket planı, yeni hareketini oturup çıkamayvatımız. Onun için zaten halkarada bir 4-5 şahıs oturup çıkıp bunu çıkkınlar var bunun içinde. Fakat Uygurlardan mence 4-5 ibadet oylayma. Yeni şekilde mesela Abdurrahim Gani Amsterdam'da başladı yalnız küçük namayışın. Ondaki sizler çıktınlar. Aldıkayına çıkış mühim emez ama bir yenilik. Mesela Abdülkadir Kaşkır kardeşimiz Baykut meselesini oturup taşladı. Ama onun yaxşı teşvikatını kılanmadı dep oylayma. Allah razı bunundakini yaxşı teşvik kılar. Bir yeni bir narsa oturup çıkan vaxtida nima uchun bu qo'llashga erishilmaydi? Shuni sizdan so'rab boqay. Kishilar yani qarindoshim Abdullah. Çünkü özünüz dediniz başkalar bunun çıkmadı dedi. Ondan bir narsa var ekan, bizlar nima kesdi o'zini. Şu narsa, birisi yeni narsa biz oturup çıkandan keyin cho'moqlaydi ekanmiz uchun. Bizlar kulab ketgan ko'n narsaga bunday bir narsa yapiraysizlar. Bu odat ko'nib ketgan odat ajoyib narsa-ku. Mesnevide şuna hikayet konuda. Bu bir hayat boyunca teri açlap kölgen bir adam varken teri açlap teri kan düşerken teri diyen birisi teri diyen açlaya beksiz kolu düşüyor. Bu hayatı teri açlap könep ketkendiğin keyin bu adam bir güne şu kimliğini yengişlep bir bazarını bakayım de ettir bazarını kaptı. Ettir bazarını kelgendiğin keyin aylık ketken şu. Aylık ketkendiğin keyin eslerde adam uşudun kesse Golat'taydı bunun nimede? YouTube'da ya mesela gülsüyü bir nesine fırtıp ya ki iş var. Bundan nesine fırası uşaklı uşak ketken adam. Bunu fırtıp baksa uşak gelmekken yolda ötek gitip varsa bir adam da karşı özünün dostu aylık yatkan ayağıyla. O şimdi tanıyıtkan birisi. Şunu ulan o hasta neye gitti? Yeminden hastalığı işçiye işçiden kokudan benim tıkıp ekili. Bunda burnumda kulukluğuma yaklanırken bak kırpkandayken iş kokunu kırgandayken onun kopuk geçiyor uşak geldikken hayatı boyunca sızlık yaşap beni geldim ettir kırıp ayağa kınanmaydikken şu. Bu bizim nima dese bizde bir xil ideyaga bir xil narsaga cho'g'an qilibimiz bor-ku. O'zimizda qilib bor.
aşınında yakın kendisi ettir boluşu katıneze. Çünkü bizim devamlı aşkın es kılıpçılık yönet etkenki laysuğuyla östen içindeki laysuğu kurup kalan sunun içindeki pakıda tüzük bir su çıkan deykenlerken derhal ekstersi kozlaydıran geçiyor. Ya aşınlar derhal tokmak mesela bu çıktığında ne bu olsun üstü birlik yakın ulus fikir olsun ya üstü birlik olsun tokmakların üstünde olup teyar oldukta aşı emmesi bu şunun emmesi aşına bırışıl. Özümüz esniki könep ketken aşağıdan bir özgür şahsılıkta oturup fikir kılıp kandaktan bu özgür şahsılıkla alayımız degen nersini oylanmazdır. Böyle. İkincisi tarafbazlık. Ne mi dese sen mesela beni yakmasa bir adam ben oturgan toğut fikrimi yakmamaydı çünkü bu adam. Senin diye yola mağamdın ben sen başlayan küçük keremdin ben de çünkü. Biz nayet toğur gep kıldınız. Şeytandan aytel kursunu öğrengen bir sahabının tarihi var. Peygamberimizin bu toğırlık hadis bayan kılgan. Şeytanın özü şeytan ama ilim meselesi var. Qancha eski uruk, nachar, paka, körümsüz bolsakmı bizning fikrimiz, o'tirib qo'ygan narsamiz, yangiligimiz maydonga chiqsa xalqimizniki, bizning surtimizga, bizningki mushu qilganga men keyinda mang'amtim yo qo'llamtim demay, maning maashi to'g'ri ekan, shuni qo'llab qo'yaylik degan narsani qachon xalqimiz inshaalloh o'rgangan vaqtda bu yerda fisabilillah haqiqiy Alloh rizosiga kelgan bo'ladi deb tushunaman. Haqiqiy sap bir holat kelgan bo'ladi deb tushunaman. Abdulqodir qarindishim, sizning gapingizni men abay kesdim, chunki programmamizning qoidasi bo'yicha 3 minutdan 5 minutgacha. Shu qanday gaping bo'lsa 3 minut 5 minut oraliqqa yuklamasanglar, gapingni kesib qolamiz. Ya'ni gapningki shu javhirini deyishga sabab bo'lish uchun mana shu 3 minutni oshgandikilar asosan boshqa qarindoshlar oladi so'zni. Abdulla boshqa qaytib qo'ygan so'zingiz bormi bunga? Yo'qmi? Hozir yo'q. Rahmet. Bundaqda Abdulqodir qarindishimning aytdi yaxshi bir fikir. Yahudilar musharqiliq davlat qurib olgan, ya'ni iqtisodni siyosat boshqaramdi, siyosatni iqtisod boshqaramdi deganga men burun siyosat boshqardi deb qilib ketdi ekanman, ammo xato o'ylabdim. Siyosatni iqtisod boshqardi ekan. Ma Yahudilar buni bilgachga o'sha keyingi 200 yil jarayonida bo'lib 18-yüzyıldan boshlablar bizning pardaqis programmamizda shu chiqyapti. Yahudilar shu Rothschild, Rockefeller qatorliq oila iqtisodni cho'ng tutib, siyosatni boshqarib, bugungi kunda Abay Abdullah qarindishimiz deb deb ketdi. Xitoyni Xitoy qilgan Amerika deb, Amerikani qo'liga kirgizib deb Clintonning, Obamaning va yoki uning oldidagi prezidentlarning vaqtida undan keyin Xitoyni yo'lab 1980'lerde Xitoyni bugun Xitoy qilgan Amerikadagi bir qism Yahudilar va bir qism iqtisod kuchlari. Buning uchun demakki Xitoyning siyosatini iqtisodiy kuchlar belgiladi va bugunmi dunyo siyosatini iqtisodiy kuchlar belgilayotdi degan narsaga men bugun keldim, ya'ni yaqinqi zamonda keldim. Shuning sizning so'zingizning oxirini siz davom qilingki, bu iqtisodning bizga qanday bir foydasi bor. Ammo bu qo'shimcha bo'lsin. Bizning temamiz boshqa. Abdulqodir, merhamet. Yani iqtisod deganimizdek bu siyosatni o'tirg'a chiqdi. Siyosat iqtisod uchun xizmat qiladi bu. Shunda bo'lgandikan endi bu Xitoy iqtisodini kuchaytirib olgan yo'g'i bu dunyoga qo'lni so'zdi. Masalan, Afrika eng kambag'al davlatlar bu iqtisodiy kuchlangan odamningki birinchi qilgan ishi eng ojiz davlatlarga singib chiqish. Varlık devletler sınıfçılığı bu aciz devletler sınıfçılığı oldu. Mesela Pakistan ama Asya'daki, Şarkı Asya'daki Kazakistan, Özbekistan olanı tak yeni bir ağırlık çıkandaki nait aciz. Oğlum kolunu tıkıp aldı. Afrika devletleri gibi bolap mı? Bolap mı mavu? Aklısal adı çıkmagan mavu Arap devletleri gel. Bu da orun da bula bir nesli işlep çıkırdığın bir tekniklik, bir sanayi tarakkımıga yağıgan diken bularga hem bir yerge aciz noktalarga kolunu tıkıp aldı. O yerden andın bu Xitay özüne küçeytip aldı. Şunu da hazır korkmayan dünya sahnesinde öldürüp sürüyordu. Endi bu yerde ben de oyladım ki Xitay'ını bu kadar yoğantıkan dünyada küçük bir sahneye gelip çıkan nasıl iqtisod bo'lgan diken
çokum bu şu Xitayning iqtisodini kesish, iqtisodiga bir palto urish orqali Xitayni siyosiy sahnadan tushirishga bo'ladi ekan. Buniki mana boshqa davlatlar qilayotgan yordamlari, masalan, ulardan keladigan manbalarni uzish orqali Xitayni haqiqiy ojizlashtirib bo'ladi ekan deb men bu nuqtani tushundim. Endi bizniki albatta yillardan beri nurg'un siyaset faaliyetçi rahberlerimiz olsun, aktivistler olsun, cevap görüştüş arkalık anda bu davayımızda bir halkara sahne gelip çıktı. Ama buradaki neticesi karaydıgan olsak, bu davayımız kança büyüsün, kança bir sahnege toluk namayın bulup oturup çıksın, halkaranın kollaşıga erişsin ama vatandaki zulüm kündün güne iş vardı. Demek Xitay'dan yanılan o iqtisadi gücü mevcut bo'lg'achqa Xitay hech qanday bir nimasi tevrab qo'ymadi, mo'y tevirmedi bu Xitayninki. Nurg'un yolg'onchiliklar oshkorlansinmi, dalil isbotlar bilan rasvo bo'lsinmi, Xitay yanılakim bu zulmdan bir qadam keyniga mangmadi. Endi bu yerda bu davoni ilib berish bilan birga Xitayning milini boykot qilishdan iborat bu bir faoliyatni, bu xizmatni sijil ilib berish orqali, yondab ilib berish orqali bir tarafdan davo bilan Xitoyninki rezilligini dunyoga fosh qilib, xalqaroning qo'llashini qo'l keltirsak, yana bir tarafdan Xitoyning iqtisodining nimasiga palto urib, ojizlik turib, bizga endi biz hamma qarindoshlarimiz maqsad, umid, orzu qilayotgan bir kun bor inshaalloh oldimizda. Şu güne kadar Xitay acizleşiyordu. Ben bir kuşluk bir adam bilen bir muşluş için ya ki onun bir karşılış için onu ya acizliğini tepşimiz gerek ya ki onun bir acizliğin eğitimini küçüşümüz gerek. Ben de bizden şunda bir turistimiz gelgen vaxtıda de Xitay'ın iqtisadi cihetten acizliğin bir vaxtıga doğru gelse biz o çağda Xitay'la aşı halıgan taraftan salalayımız dep oylayman. Şunu bu Xitay'daki iqtisadını acizletiş bir mühim bir hizmet dep ben bu Xitay'daki milini boykot qilish hizmetine ben bir kişilik bir bunu xalqaralaştıra alamsız yani xalqaralaştırış siz bu maliye iqtisad kasbida o'qigandan keyin bunun nisbatan ma'lum proje planlarni tip chiqib xalqaralaştırış deganimiz ham mayli Uyg'urcha, mayli inglizcha, mayli boshqa tillar bo'yicha rasmiy tashviqotni yaxshi olib berib bir to'lqin qo'zg'ay olamsiz. Bunu İnşallah bununla işençim var. Benim hayatımda bunda bir iki söz var. İki söz benimki lügatımda yok. Birisi kılanmayman deydiğim bir söz yok. Ben bu elbette ki Allah'a ümidimde bağlap durup verdiğim gibim bu benimki. Yani Allah'a varlığımı atıp, Hristiyanlığımı oturup taşlap durup ben her qanday bir iş olsa qilishga urinaman. Bu vaqtga ishimni alhamdulillah qilaman degan ishimni qilib keldim. Bu xizmatni bir xalqaralashtirishdimi? Men buni ko'zim yedi inshaalloh. Evvela Allah bu yatımı dedim. Evvela Allah lekin shu Abdullah qarindoshimizga o'xshash nurg'unlagan aktivist qarindoshlarimiz bor, dunyoning har qaysi taraflarida til biladigan, faoliyatchan, mush qarindoshlar bilan hamkorlash orqali her qaysi devletlerde bir teşvikat noktalarını kurup bunu xalqaralashtirishga ko'zim yetadi inşallah. Allah razı olsun. Yani bunun için hazır ben bir oğlumni maxsus kompüterda terbiyelashga beryapman. Hoş. Şu Photoshop'larni o'rganyapti da hazır. Bunu tayyorlab o'tirdi. Ben hatta endi biraz bir ahvolimni yaxshilab olsam ben bir odam ishlatishni o'ylashdim ben. Az bo'lgan chog'da bir 1,5 million lira, 2 million lira atrofida maxsus edigandan kechqisilik kompyuter oldida o'tirib turib, mush Xitoy milini boykot qilishga oid materiallarni tashviq qiladigan bunimi biraz bir keng doiralik planim bor. Shuni to'shab qolgan bo'lsa Abdullah qarindoshimiz beraylik. Bu asli plan bo'lsa planni Abdullahdan keyin planni o'tirib qo'ysalar. Chunki bugungi suhbatni yoki sizlarga o'xshagan qarindoshlarning suhbatini men xeli cho'ng mayli
çoğun okugan kişilerin sohbetinden üstün bilime. Sohbetimizin cık adam az adam körüşü biz için belki münasebeti yok. Çünkü nima üçün degende sizler iş kılavatkan adamlar mişe bizning üstünlükimiz Allah'ın aldida. İn tansurullaha yansurkum. Yani emeli Allah'ın dinine yardım beriş için Aşı Şərq Türkistan xalqıga yardım bergenlik, Allah'ın diniga yardım bergenlik. Ular Müslüman. Yani sizler emeli iş kılıvatkanlıklar için bu sohbet men için bek kıymetli. Şunun için o planlarını Abdullah'dan keyin oturup koysalar ama sizlerden bir kardeşimiz yamancık sorap gitti. Bireylen soraydı ki o sürgün hükümetin kanda oldu sürgün hükümet kirgenti depti bireylen ikisi okşap gittikken onundan keyin Abdülkadir Efendim'den sorap baksak Ankara'daki Uygur mahallesinin işinin haberi var mı yok. Nima üçün sürüştürmesinden ular bilan birga teşviqat qilishib berdi debdi. Bu ikkisiga qisqa bir javob bersa, undan keyin Abdullahga beraylik. Evet, aldığınki sual cevap vereyim. Sürgün hükümetke kiriştimi ben şu çağdımı oşuk degen uzun tutmaydiganlıkın to'g'risida hem sürgün hükümet kirgendan keyin bu ma'lum bir ishki planni bir emrleştirishga kuch chiqarish uchun kirgantin. Onun birisi emrleşti Allah'ın yardım bilen ve etraftaki şu sürgün hükümetteki kardeşlerindeki tırışçılık bilen yani Veyadaki İsmail Çingiz Efendi vekillik kılan hükümet bilen Enver Yusuf Turani Efendi vekillik kılan bu işki hükümetini birleştirdik hem de biz. Aslı maksat şu Amerika'daki hükümet bilen bu üçlüsünü birleştirdiğin bir planımız battı bizimki. Hem de bu işki hükümetini birleştirip boğuştuk Amerika'daki işki parçalayıp gitti. Şunun bilen o tarafa ötenmeye kaldı. Ondan keyin yana başka bir ikinci bir teklifim vardı. O hükümet çırıştımı çekenden tartıp ben oturup koyup gelgen. O ikinci teklifimni kayıta oturup koyuş ki koysam mı bu bir emnileşmegenlikten şunu olan ben hükümetten ayrıldım. Yani bu yerde bir ya hatalık ötküzüp ya ki o hükümetkilerden bir arazçılık, koңazcılık bulup kılıp emez. Hazır yani hükümetten bütünlüğe yenip çıktınız. Hemen bu 12. ayınınki 5'i veya ki 11. ayının ahırı oluşu mümkün. Belki 11. ayının 2019 yılı 11. ayının ahırı ben yenip çıkan. Enver Turani Efendim'e ben özümdeki bu çekilip çıkıştaki maksatlarımı, sebeplerimni oturup koyup biz çıraylık ayrıldık. Hazır benimki bu sürgün hükümet bilen hiçbir bir alakam yok. Bu ikinci suala gelsek Abdullah Akyol kardeşimizdeki mahalle kuruş işi de ve o yerde bir 5-6 minutluk bir videoda söz kılgan. Bunda bu vakitte biz asli ben o çağda başka orun deydim. Özümdeki bir vazifem bilen Ankara'ya biz bir 40-50 karındaşlarımızın ki bu şu kimliki çekip kalgan ikametleri iptal kılınıp ketken degende karındaşların 50-60 karındaşlarının materyalini jığdım ben. Jığıp Ankara'ya biz şu dernekteki septaşlarımız bilen bilip berip o yerde bir vakit saklavat kışımlık Abdullah Akyol bilen bir körşep çıkaylıp çıktık. Çigendikin Abdullah Akyol kardeşimiz biz men bir yer gibi mahalle koşunun tayarlıkını kıldım. Hükümetin bu bir neçe kadem basmışlarını resip oldum. O bazen bir terslikler bir neçe parça kağıtlarını gösterdi. Bizge bu yerden ben yalnız emez. 4-5 karındaşlar bildi baş o septaşlarımız bildiler. Görgendikin bizime biraz kızıktık bu yakşı işken bu mahalle kurduğun iş olsa. Dep akşamlar okuyor vaktimi bolsa ben yanına bir şey aparay dedi. Bağdık karsak nayet çıraylık ya o. Çoğu yolga yakın hem Ankara'ya bir 40-50 kilometre kilga yakın. Hem u yerde bu yanın ilgisi mi geldi u yerga bildiler. İlgisi mi gelip benim bu şeyini hükümet muş Abdullah Akyol'a berişli bizge hem de mecbur kıldı dedi. Hem u yani Abdullah Akyol'un bizge deyişi de bu yani biz setip algandan keyin
yani bir kişilik oyununki yeri yani 120 metrlik yer 21.000 liraga keladi. Bunga biz bir şekilde bir meblağ toplab qurilish qilsak, bu 50.000 60.000 yakın maliyet bilan tutadi ekan. Shunday bo'lgan chog'da biz foyda olmay xalqqa shu tannarxi bo'yicha o'tkazib berishni planladik dedi. Fakat bizning olgan bilgimiz shu, Abdulla aka qilishimizdan og'izdan olgan xabar u. Shuning asosan biz o yani bir chiqib Kılıçlık ayanda bir biradırımız video çekti o yani bir yani yaman güzel yakin bu dep video çekip gelip biz mayanda paranlaşmasak aldığımızda ekip kaldı videonu. Gelip hacım siz bir kız yakıp verse dedi. Diyendikin ben uyarda Abdullah kardeşimizden ağızdan tam da anlayan olsan şu anlayanımını ben uyarda dedim hem de. Meydan çıkan diken uyarda yalnız mı emes biz bir tür bir şeyler boğan diken. Bununki abek tek tanımı bilmeyemem. Bizgi gözetken bir neç baş kağıdını bilmez. Onu diyendikin ben bu video çekken kardeşimizga şu an dedim mani takatmışlar dedim. Mani takatmışlar. Biz maniki bir tikki yetkendiğinken eğer takıt çıktık iştik bunu kollaş kıtık iştik teşvik kılıç kıtık iştik bulup kalsa biz bunu andın bir mışık hizmetini kollagan asasda takıtayla bulmasa turp tutsun dedim. Bu kep kaldı şu peti. Kep kaldı. Yani kaytıp gittik. Yani başka bir işi bilen bulup ben akşam bu hükümetke gazalıp kirip gittim. Ya yerde bir aralıktan bir ay öttü o belki bende. Şöyle bak ötken deyken bu video takılıp gitti. Bu takılıp gitti. Bir aydan keyin takılıp gitti bu video. Şunu olan ben ilki birodarimga yaman bo'libdi ma takılıp ketibdi desem o'tganda bir oldin qatimda bir degan men qanday qilay debdi. Sen bir turib tursa bir avval qaraydi degan men. O'tganda desem o'ylab debdilar shuni buni bisitib qopdimi dedi. Darhol yig'ishtirib boshladi dedim. Bu birodarim yig'ishtirib oldi. Endi qanday bir qo'li chaqqan uni YouTube'ga suzib olgan uni uqmadik. Ben to'xtab ketgan bilan YouTube'dan qaytadan o'tirib chiqib qoldi bu. Yani onu biz yig'ishtiramay qoldik. Ama shu yerdan bir ochiqlik beray dedim. Buni bilan mening munosabatim yo'q deb Abdulla Aqyo'ga telefon qildim. Birodar sizlar ma'vu ish qilib sizlar hozir bu xizmatning qaysi bosqichda ekanligi to'g'risida sizlar bir ochiqlik beringlar. Bo'lmasa ma ishninki bir yomon tarafga ketilgandek turdi bu. O çağda bana acayip bir tül ahanet yağdı endi. Ben sevir kaldım. Hem de özem hem de aşık dikkat kılmagan diken de. Abdullah Akgül kardeşimiz mi yak oğlu desemeyle bu işini ben zaten bir ayakta eçkirmeye dedi. Ondan keyin ben bu işini de Abdullah Akgül bir taraf kılgan. Allah razı olsun. Hesapta sürgün hükümetten inip çıkla ötkenci oğuş kenci. Ondan keyin Abdullah Akgül'ünki məliliş planlarının içinde hiç qandaq bir alaqaları yo'qligini anlagan bolduq. Abdullah Arish qarindishim söz sizde. Sizning bu xuddi Abdulqadir qarindishimizga o'xshash bundan keyin virus asosan tugab ko'chaga chiqishga buyruq kelyapti maydon yo'lga chiqib ishlar joyiga tushishi mumkin yaqin zamanda. Amerikada 100 ming odam o'ldi. Asosan Sammo Xitayni bedel төлep gedek derecede bir san bütün dünya miqyasida emniyet yüz berdi. Xitay endi qanday bedel төлeydi, qanday bu ziyonga qanday javob berdi aldığımız kunlarda anlaymiz, ama biz yandan xizmatimizni qilaveramiz. Sizning qanday bir plan projelari bor, qanday bir fikrlari bor bundan keyingi xizmat? Ben esa shu yo'lga chiqqan vaqtdan boshlab plan proje bilan yo'lga chiqdik. Yani biz 2019 yılı 6. ayda yola çıkan vaqtimizda Germaniya Münxen'den Gülziya qarindishimiz ishlab ketdim men yana boshqa 3-4 shaharda bir 7 qarindishimiz birlashib Sharq Turkiston yani Germaniya Sharq Turkiston yoshlar tashkilotlari bir tashkillanib biz shu asosda yo'lga chiqqan.
Teşkillengandan keyin biz Sharq Turkiston yoshlar qurultoyiga a'zo bo'ldik. Tashkillanishdan keyin. Demak, Ağayansın degandek askar dilogan. Mening yana bir salohiyatım Sharq Turkiston yoshlar qurultoyininki, Germaniyadagi Sharq Turkiston yoshlar tashkilotininki bir a'zosi, askaraman qancha. Bunun boshqa mening ma'lum salohiyatimda shuni ochiqlab qo'yay dedim. Bizniki nimada endi? Mana shu bizniki kilasni qolib bundan keyin shu virus o'tgandan keyin shu virusninki tahdidi o'tib ketgandan keyin meniki shu 4 kapdagi Shilos Platsda Sharq Turkiston madaniyat ya'ni kultur uydan birini kichik lakin nima qilib ya'ni har xil boshqa masalan boshqa tashkilotlarninki nimasi bor kichik plakatdek nimani qilib chidib aslında bir shundoq her shanba kunlikda 4 soat atrofida 4 soat masofa atrofida bir Uyg'ur madaniyatini bir tarafdan tanishtiradigan kulturni tanishtiradigan yana bir tarafdan Sharq Turkiston davosini oldigan ikkisini tanishtiradigan shunaqa bir ishni qilish niyatim bor. Endi keyin bizniki tashkilot nimasidan endi biz hozir shu nimadeki shu qanday qilganda Sharq Turkiston davosini universitetlarga olib kiramiz degan shu narsada izlayapmiz. Çünkü benimki bu nesini undaq o'ylashim biz Sharq Turkiston davosini universitetlar amaliyotda bek kanal tuproqchi bu. Biz kirimizda tirsdaqa takasini akib ketib bo'ladi. Chunki u yerda bizga chigidin kuyib yordam qiladigan qarindoshlarimiz bor shu yerda. Shunday. Biz mesela hozirning o'zida ilib kirarsak, hozir birsi anlatsak biz universitetda o'quvchilar anlatsak biz yillik o'quvchi bo'lsin, chet elliklar bo'lsin, bu universitetlar o'qish bitirib jamiyat chiqqandan keyin ba'zilari hukumat organlarida xizmat qildi, ba'zi cho'ng shirkatlar xizmat qildi. Bir kunlarda 5 yildan keyin bir Uyg'ur Sharq Turkiston davosini ko'tarib ministerlik kirib qolsa, balkim ministerlikda biz bundan 10 yil burun mesela desak, 10 yil burun universitet akiralgan bo'lsak, oshidan o'tirib xizmat qilayotgan bo'lishi mumkin bürokratlar uchun ishxonada. Demek üniversite açma akirib, üniversite qilib nima deymiz? Davoni anadagi keyingi avlodlar bir qancha yildan keyingi 5 yil, 10 yildan keyingi bir davoninki nimasiga ulsirish aytim bor. Bu bizning qilmoqchi ishimizdan biri. Sharq Turkiston Germaniya Sharq yoshlar tashkilotininki internetda anadagi keyin ana shu ulus haqida bir nima chiqardi men nima bugun ben şu torda bir nersini uçurtup kaldım. Ulusçular Xitay karşı tutmayı bizi karşı tutmadı da bir nersiz için bak kardeşimiz. Hem de ben bir şey bütün vicdanı da Uygur'un her birisinden sorayım ben. Abdullah Tohta Ariş Uygur karşı tutandı. Şu diyen gap ne? Aşı diyen gap ne? Ben ulusçuluk iddiasını yapmayayım ben. Çünkü bu ulusçuluk iddiası kandaktır başına esmez. Abiye meselinde ne bildiğin bunda Çöndürler'deki United Nation diyenler ben Birleşken Uluslar Teşkilatı tercih koydum. Fakat şu biz ilip girgen neyse başına esmez. Fakat Nation diyen İngilizce'deki siyasi hata bu için. İngilizce'deki siyasi hata bu Nation diyen. Uygurçular Nation'ki hudut kilitlen bir mana tepilmegandaki biz hemen şu Sharq Turkiston müstakil bolsa United Nation'dan ibaret bir çok teşkilatı aş teşkil devletlik bir devlet bulunur. Deydiğim bir iddianı yaratış için Nation'ki hudut kilitlen ne biz ulus diyen Uygurçadaki ulus diyen bir sözün tepip muşunun ornuna muşun Nation'ın hudut uluslar tercih faaliyet olduk. Mesela biz vatan çağda United Nation'ı Xitaycılık biraz tercih kılıp Birleşken Devletler Teşkilatı dedik. Nation diyen devlet demez ameliyatlar. İngilizce mühendisleri Nation'ın devlet vermeyene var neydi? En onun için Türkiye'dekiler bunu millet namı tercih kıldı. Ameliyatlar millet dediğine çoğun değerlikinden doğru. Ama adı Uygurlar kubul korkan millet atalısı doğru emez. Çünkü dünyada 4 milyon artık millet var. 4 milyon az mı 4 milyon millet var. Peki bir yerde 200 yakın devlet var. Şunun için millet diyene bu Türkiye'deki maskeler Uygurçadaki 1949'da tadavusuyla biz bir tadavus kılıp kirgendik çünkü bu bizge özdeşken millet yani Uygur bir millet, Kazak bir millet, Kırgız bir millet, Tacik bir millet, sen A millet, sen Ma millet yapmada ayrılgan millet terkibinde kimeydi bu Nation diyen maskelerdi çünkü onlar var bu millet. Şunun için biz esnik grup
İngilizce'de Madalkan Uyghur Kazak Kırgız esnek grup değil. Şu bunu. Uyg'urchadagi millat degan nom esnek grupni bildirdi. Shuni biz esnek grup deganga ama millat degan nomni belirtaylik. Undaq biz bu mesele yani yanıdan o'tirib chiqyapti bu uluschilik yoki uyg'urchilik. Bu uluschilik ideologiyasi hozir davlatda United Nation bo'ldi. Demak, oshmoqdan burilib chiqib qilishib shu United Nation'ni tashkil qilgan. Ya men deyman, o o'tgan yillarda bir o'tirib chiqqan, uning oldidan davomli o'tirib chiqyapti. Buning da asos gaplarni yig'inchoqlasizlar, men ikkinchi sizga so'raydigan savolim bor. Demak, biz men Abdullah shu uluschilik ideyasini yoqlab bir odam. Lekin qalpoq ko'yib bizga men daftar o'sha qarindoshlarga uluschilar Xitoy qarshilab Uyg'ur qarshilab degan gapni unda vijdon tutib gap qilsin da demoqchiman. Faqat bu shu. Andan keyin o yig'i chiqqan narsa emas bu. Ulus degan ideya Sharq Turkiston degan amaliyotda Sharq Turkiston da'vat qilgan odamning hammasi bir uluschi. O'ziga e'tirof qilsin. Chunki davlat uluschi Sharq Turkistonda davlat qilma degan odam hammasi uluschi amaliyotda. Faqat ulus degan biz uni ideya sistemlashtirib bir ideya olib chiqib bir sistemni qarab ish qilay degan yerimiz bor. Shuni bo'shashib qo'ymoqchi. Shunga bizga qalpoq ko'yib biz vatanda Xitoylar bizga 3 qalpoq ko'ygizgan 3 xil kuchda diniy milliy bo'lguncha diniy esa bu unsur terrorchilarchi. Andan keyin Xitoylar bizning ota bobolarimizga Sabit Damullamga 2 qalpoq ko'ygizgan pan turkist, pan islamistlar. Allah biz vatanga chiqqandan keyin nauzubillah o'zimizning qarindoshlardan yana 3 qalpoq edik hozir. Pan islamist, pan turkist, uluschi. O'zining qilayotgan gapidan kimning ig'zidan chiqayotgan gapini o'xshab qolib diqqat qilish kerak bizning qarindoshlarimiz. Bu yerga qo'ymoqchi. Rahmat. Allah razı olsun. Birazdan keyin yana sizlarga so'z haqqi keladi. Alloh xolisa bu Abdulqadir qarindishimizning abaymış planlarım bor dedi. Shuni qisqa shaklda 3 minut bilan 5 minut oraliqqa to'plab, chunki savollardan yana 5-4 savol bor. Javob berilsa bir-biridan javob ola olamiz. Bo'lmasa shu bir savolga javob berib 15 minutdan osonlik shundan programmamiz tugaydi. Shundan qo'zg'anlar gapinglar qolib qoladi. Yana bir qatim fikrimga chiqishga 1 oy 15-20 kun o'tadi degandek. Xo'sh, Abdulqadir. Planingizni biroz tafsilroq o'tirib qo'ying. Bunu bir kengaytishdagi planlardan birinchi qilib shu maxsus tor tashviqoti endi shu kompyuterning oldida maxsus odam o'tirib turib qilganga. Ikkinchidan buni bayatın deb o'tgandek shu xalqaroning har qaysi yerda bir tarqalgan aktivist qarindoshlarimizga hatto ba'zan toplantılarni o'rinlashtirgan bir rahbarlarimiz var. Bularga müracaat qilish orqali ular har o'zlariniki bir toplantıda mush zulmni anglatish bilan birga shu toplantı ishtirokchilariga va yoki shu bir sohaga agar bizga yordam qilmoqchi bo'lsanglar Xitoy meni olmanglar, sotmanglar degan shu bir jumla so'zni har qanday bir rahbarlarniki o'ziniki leksiyalarda, nutqlarda sohbatlarga qo'shib qo'yishni buni murojaat qilmoqchiman. Bu bir. Ikkinchi biz shu zulmni Xitoyniki bizni qilayotgan bu nimalarni zulmlarni anglasak xalqaro bizga yordam qildi degan bir ideya bor bizda. Men so'rab baktım, qanday yordam qildi dedim biraylardan. Hatta yozibdigan biz mana ko'p tashviq qilaylik. Xalqaro xalq bizga yordam qildi, Turkiya xalqi bizga yordam qildi dedi. Men so'radim, Turkiya xalqi va yoki boshqa har qanday bir davlatdagi xalq bu zulmni anglab bizga yuztashlik qilsak, qanchalik yordam qila oladi dedim. Desam javob bermadi onunla. Endi xalq olarak zaten Amerika'sı hem de Xitoyni tutlab berdi internetlarda. Ondan boshqa davlatga, tursuq davlatga ma'lum bir ovoz bilan bir besim qilish mumkin. Onu davlat bo'lish sifati bilan Xitoyga bir siyosiy yo'l bilan diplomat shaklda besim qila olsa, o natija beradi, bo'lmasa yo'q. Endi bu yerdagi masala xalq
bizga yordam qilmoqchi bo'lsa yoki biz qanday yordam qilamiz deydigan bo'lib qolsa, biz shuni deymizki, sening bizga yordam qilish xiyoling bir hissdoshliging bo'lsa, Xitoy milini olma, Xitoy milini sotma ve etrafındakilerge bu iki eg'iz cümleni sen teşvik qilib deymiz. Allah cennet kılsın. Ötkende Ramazan'da ölüp ketken vefat etti şehitlikini şehit kadar kabul kılsın Allah Teala. Ömer Hoca Türkiye'deki. Ömer Bu hocamız. Aldığınki yıllarda nahayeti jığlap durup kılan duası var. İyi Allah biz kolumuzdan hiçbir şey gelmiyor diyor deydi. Biz hakikaten aciz deydi. Biz yardım kılaylı deyimiz, kılamayımız deydi. Aşında duası var hem de. Elbette bütün toplumluk karaydıgan olsak, bizge bir istaşlık oldu, teselli yurdu. Hem kolumuzda yapacak bir şey yok, elimizde bir şey gelmiyor diyor. Başka devletliklerin belki şuna deyişi mümkün. Ama onların koldan keldiğen nerse, bu Xitay milini almaslık, satmaslık. Mesela hem de tamamen alma satma desek mi, hem de bunu erkekiliş mümkün, bazı kabul kılması mümkün. 10 katım almakçı olsan, bir kıtım alma sen. 9 kıtım alsan, 1 kıtım alma deyimiz. Yani 5 kıtım almakçı olsan, 2 kıtım alma deyimiz. 2 kıtım almakçı olsan, 1 kıtım alma deyimiz. Bu şunda bir asta bir kadem bilen bu bütün dünyadaki bizning davayımızga istaş kıladigan, Xitoyga o'chmanligi qo'zg'algan, bunga qarshi bir hissiyati bo'lgan har qanday bir insonning qo'ldan keladigan ishi bizga yordam qilmoqchi bo'lsa, faqat shu Xitoyning belini olmasa, sotmasa, buningdan boshqa cho'ng yordam qilolmaydi ular. O'tirib chiqib Xitoyga meydan o'qiyamaydi xalq olarak. Endi davlatlarga bizning bir unda besim qilgan haddimiz emas, ham unda imkoniyatimiz yo'q. Biz bir narsani tushunib yetsak bo'ldi, aviatın gapning beshida Abdulla qarindishimiz buni shu xalqqa tunutish pek muhimken dedi. Biz her qanday bir xizmatni nishonlasak, biz xalqni ommaviy asosga ega bo'lishni o'ylasak bo'ldi ekan biz. Shu davlatning xalqini. Xo'sh, neni bo'lsin, qaysi davlatda bo'lsin, shu yerdagi xalqni qo'zg'atishga kuch chiqarsak bo'ldi ekan. Masalan, davlat bilan Xitoy bilan boshqa davlatlar o'rtasida kelishim va to'xtamda oladi sotadi. Ammo Xitoydan ekkagan narsani xalq olmasa qanday qiladi? Davlat hergiz xalqqa mana biz ekkeldik, olmasang bo'lmaydi deb hergiz majbur qilolmaydi uni. Bu yergi asos masala xalq bizga haqiqatan istaşlik qilmoqchi bo'lsa, Xitoy bilan olmasin, sotmasin. Bunun bilan davlatning Xitoyning oldida hech qanday bir gapga muhtoj bo'lmaydi, siyosatga muhtoj bo'lmaydi, to'xtamga muhtoj bo'lmaydi o'shanda. Xalq olmagandan keyin kelgan narsa o'zligidan asta ozlaydi yoki to'xtaydi. Buni shu xalq ishida umumlashtirish, bu Xitoyning iqtisodiga zarba berishda, Xitoyga xalqarалық bir embargo yurgizishda bu nəhayət mühim rol oynadı deb qarayman. Bu yer bir narsani qisqartirib o'tishga to'g'ri keladi. Yani bir 2 minut vaqt bersəmdə. Türkiye'de Kadir Akıncı degan bir şirketninki sahibi, Allah razı olsun, bu qarindishimiz şu 13-ci ayının axiridan başlap Xitoy milini alma, satma degan bir mazmunda sen de dur degan bir tema bilan şirketler ara bir embargo kampaniyasi elib bordi. Allah'a şükür hazır 50 şirket bu kampanyaya a'zo oldu. Bu 50 şirketninki Xitoy bilan tuzgan to'xtam sommasi 1.500.000 dolardan oshadi. Bu şirketler bu to'xtamni faqat ishg'ol qildi, yetibdi Xitoy bilan qilgan to'xtamni şirketler. Bunun bir natija hamda bu yerda bir masala kelib chiqdi. Şirket Xitoydan o mahsulotni olmadi, to'xtamni yetibdi. Ammo başka bir Xitoyparast şirket onu ekilib sotish imkoniyati bor. Hatta bir şirket olmagandan keyin Xitoy yana bir xaridor izlaydi-da, azroq o'sim setishni o'ylaydi Xitoy.
Onda olgan diken yana bir Xitay biraz şirketke bu bir fırsat olur dendi. Xitaydan ezan alalaydı, Türkiye'ye ekilip tüme satalaydı veya ki başka devlet kapıp tüme satalaydı. Endi bu yerde bunda bir fırsat vereslerinin mi yana önünü kesiş için, onun mu faaliyetini kesiş için biz yani kandaklaşımız gerek, halk dayanışımız gerek. Halkның iddiasiga şu Sharqiy Turkiston Xitoyning zulmiga uchqabdi. Biz bunaqa nima qilib beramiz deb bir hissasi qo'zg'algan har qanday bir xalqning zihniyatiga biz Xitoy meni olmagan, sotmagan, olsammi ozroq olgin, ishni kam ol, ishkini kam ol deyish orqali bu xalq ommasini biz umumiyuzlik bir hissasini qo'zg'ay olsak, xuddi da'voyimizga hissas qo'zg'ata olgandek Xitoy meni ammaslık satması tarafından bu bir bular bir hissas qo'zg'ay olib qolsak, mayli haliqida Xitoy parast, fursat parast shirkatlar olsun, mayli bir o'ziniki jon baxti sababi bilan Xitoy bilan alg'ibay qildigan shirkatlar olsun, bularniki bozorini kasodlashtirib bo'ladi. Ular aytgansa xalq olmagan ekan, ziyon tortadi bu shirkatlar. Ziyon tortgan molni, sotilmagan molni ikkinchi olmaydi. Shuning bilan bu Xitoyniki yana bu savdo kelishimlarga biz to'sqinlik bo'la olamiz. Buni jamoat shaklida qilamlar ya o'zlari shu biz piyoda askar deb atadik hamda sizlarni. Men shu hamda. Buni albatta bu bir kişilik öden bir kişinin bilan bu kadar ishni qilib qolamayman. Men boshda deb o'tdim. Men buningda oldingi navbatma bir necha rahbarlik deganman. Masalan, Indoneziyaga ketdi, Malayziyaga ketdi. Bizning eng shu nima yerimiz, bozor toptira oladigan yerimiz shu. Ayardan qo'zg'ay olamiz biz. O çünkü ular biz Uyghur xalq uchun ko'p namoyishlar qilib, men dedim Ashiyaga borgan qilgan so'zinglarda mushunda bir tashviqotni ayqib qistirib qo'yinglar deb dedim. Bundan keyin meniki har bir rahbarlarga, har bir aktivistlarga ayrim elxatlarga, WhatsApp'larga, o'sha internet orqali men bu murojaatimni yo'llash bilan bu maqsadimni bir yaymak, yeyiş bir nimem var, planım var. Yine birisi her kaysi devletlerdeki aktivist karandaşlarla ben zıt bir münasebet ornatmakçı, bir grup kurmakçı, grup kuruş arkalı bunlar öyle mi? Yani ular öz dairesi de müşkil teşvikatını koşunca ilip kardığına bunu bir kozgatmakçı ben. Elbette bunu yalnız kişilik kıpkıpı bombayda çokum her kaysi devletlerdeki aktivistler bilen zıç hemkarlık ornatışımıza doğru geliyordu. Bunu benim közemeydi inşallah. Benimki bu nüvemde şu hemkarlıkta boğan iddiyem, köz karşım, düşüncem, iradem ve bununla boğan teknikam, seviyem Allah'a şükür bek yakşı benimki. Çünkü vatenden ben şu bir bıçak götürüşüp yevet gidek, öldürüvet gidek bo'lganmiz cho'ng tijoratchidan men 11 millioner tijoratchidan 11 tijoratchini men bir arıga ekilib ishini o'zim bor. Bir arıga ekilib hamkorlashtirib 2 yil bir tijoratni o'ylab qo'yganlar. Bir-biri bilan shu urushib, talashib, mushtlashib, kechida shu Xitoyningki hukumat o'rinlarini ishlab turib, bir-biriga ziyon ko'rib, shu darajada ziddiyatlashib tijorat qilgan shunday bir to'plamlik bordi. Şu toplumluktan ben 11 çoğun kişini bir arada toplap, hemkarlaştırıp ben 2 kişi yetekledim bularını. Yeteklep, nahayeti çıraylık şekilde elip mağan onundan başkama ben hem de vatanda nurgun edem işletken hem de biz 20-30 edemden işletkeninde oğrusu, yakşısı, eskisi unudum. Bularını ben hiç kanda arasından bir cidel macera keltemey birbirinden aktif kudek, kerendaştak, ittifaklaştırıp ben aşında bir yönetip gelgen vatanda ve şu hemkarlık doğrusu da bunun 2010 yılı yazgan bir materyalim var, makalem var benimki. Yani depkesim bekleyecek hem de ben bu cihetini kılalayım deyişimde bir tecrübem var, seviyem var inşallah. Yani hem de Allah razı olsun. Kesilip durup şu Abdullah kardeşimizle o'xshash dunyoning her qaysi joylaridagi aktivist qarindoshlarımızın peşine esirmeme inşallah. Allah razı olsun, rahmet. Bizim Uygurlar men bir işini qila olayman desa,
xato tushunadigan bir psixika bor ekan. Bu g'arbda naq buning aksi hamda g'arbda bir odam bir ishni qila olsa maydonga tushib men mana ishni qila olmayman deydi. Mayli Amerika olsun, mayli g'arb olsun. Kişiler bunu alkışlaydı, bunu desteklaydı ama qila oladi ekan deb bunga bir sinilish fursati berdi. Qila olamdi, qila olmamdi debchi. O'tgandan ma bizning tarjimalimizda bir men ma falan maktabda o'qigan maishni qila olmayman deb qo'yganimizga xalqimiz biroz ba'zi xato tushunib olibdi. Sizlar xato tushunib olmasin inshaalloh. G'aribliklar qat'iy xato tushunmaydi. Men bir ishni qila olmayman deganimni pek yaxshi ko'rdi. Ama qila oladi ekan deb. Shu prezidentlik saylamiga kirmoqchi bo'lsa-mu, prezidentlar men ani qila olmayman, mani qila olmayman deb o'zida boshib butun ortiqchilikni hammani bozorga tashlab to'kib, undan keyin aran tasda saylamga kiradi. Bunimiz kirilmaydi. Bizmo sizlardek mushta maishni qila olmayman, mushta menda mushta kuch quvvat yoki mushundaq bir aloyidlik bor degan qarindoshlarimizning ko'plab chiqishini qarshi olaman. Bu bizning Uyg'urlarda nihoyat tuvan. İkramga kelishmas sistemi aşağı kelsem qanday bo'lar deb qo'rqaydi ehtimoli bek cho'ng hamda yuqori %90% qarindoshlarimiz ikrammas sistemi aşağı temir qaydi. Uningdan boshqa harakatlardimi shu piyoda askarlar deb ism qo'ydik. O'zi yolg'iz harakat qilishda sizlar hamda o'lga. Masalan, sizlarni men ikramga kelishdik sabab sizning gaplari yana nimalar emas. Abdullah qarindishimizga kelishdik sabab bu gap emas bu yerda-chu. Chunki hozir Uyg'urlarcha shunday gap qildigan odam ko'payib ketdiki, ishning beshi bo'lsa gap hozir. Ajoyib notiq odamlar bor. Ammo nima uchun bular nimaga ilinmadi ba'zi bir qismlari yana muhim deb bilmadi, xalqimiz qimmatlantiramadi bularni desa ish yo'q. Endi sizlar ko'chaga chiqib taxtadan bijni boyallarga esib, ey Türk xalqi Xitoydan ner turinglar, Xitoy virusini ner turinglar degan videolarni, sizlar amaliyotlarni ko'rganligimiz uchun demakki buning qo'lidan bir ish keladi ekan. Bu ko'chaga chiqib to'lamoq oson bir narsa emas. Dedik inshaalloh Alloh qadamlarini mustahkam, yo'llarini ochiq qilib bersin. Abdullah qarindishimizmi ko'chaga chiqib maydonning o'rtasiga tushib, shu nimani isib amaliyotda bir ifodaladinglar. Bu xizmat cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin. Özümüzün iş qila oladiganligini millatga ko'rsatdinglar. Buning uchun Alloh Abdullah qarindishimizning yo'lini ochiq qilsin deyman. Va Abdullah so'zini bermay, yana sizningki hozir bizningki yana 10 minut, 15 minut vaqtimiz qoldi. 5 minutdan vaqt berma. Abdullah qaytib qo'ydigan so'zingiz, yangi plan projektingiz, hamda abayim biroz deb o'tib ketdingiz. Texmi ko'p piyoda askarlarimizning chiqishi uchun hozir bizda qo'mondonchiq, boshliqchiq, prezidentchiq, boshbaqonchiq, ministrchiq, piyoda askar yo'q. Hammadan boshliq fuqaro yo'q, generalchiq askar yo'q shaklda bo'lib qoldi. Mush askarlarimizni ko'paytirish uchun bu programmaga shu ismni qo'ydik. Mush sizga o'xshash shaxsiy askarlarning ko'plab chiqishi uchun qanday bir so'z qilasiz? Qanday bir xitobingiz bo'ldi anglab boqing. Ameliyatda bu ishlarda shu vatan uchun harakat qilishda ketadigan narsa ruhchu, ham bilan ruh. Odamda ruh bo'lishi kerak. Shu ruh bo'lgan chog'da andan keyin vatanda mayli har qanday ish bo'lsa chiqib bo'lgan gap. Shunday. Biz 70 yillik nima hayotimizda, mustamlik hayotimizda bizda cho'ng so'zlagan bilan ruhimiz qulluq tuzumga singib ketgan-ku. Chunki biz 70 yilda singan narsani qo'yib vatandan chiqib 10 yil, 20 yil o'tib ketsak-mi, 70 yil asta-asta kichkimizga mashab singib ketgan narsani oson emas tuzatma. Shuningga bu xil ideya singib ketgan narsani chiqarib tashlab bo'lmaydi, asallar ekan. Shuni buni ruh ketadi. Bir. Ikkinchisi, biz abyamsizlar deganda hamma odam o'ylaydiki, bunda deydim, men Allohning o'rnida bo'lgan bo'lsam, ishimni ado qildim deydi-ku. Nima demoqchi bo'lsa, men rahbar bo'lsam qiladigan bo'lsa, rahbar bo'lsam, boshqa olsam bunday qildim deb. Sen boshqa olsang, o'zing yolg'izsan buldun amaliyotda. Oddiy mushab qadr qilishimizdek, Abdullah va hokazo. Demak, cho'qim boshqa bo'lish ketmaydi bir ish qilish uchun. Eloqda nima desa, odam sizdan bizda nemijiq, generaljiq askar yo'q deb. Men shuni bir askar
holatda millatning bir ancha bir kichik adami bo'lib sifatida o'ttirib chiqib ishni boshladik. Keyin boshqalarga aloqalashdik. Qarindoshlar birga kelaylik. Chunki bunaqcha men burun aytgan bir gapim bor. Har bir Uyg'ur birdan marjonliqi. Qulul qatining ichidagi marvoyit desak, bu qulul qatining ichida vaqtida yoki marvoyit yolg'izlarga tashlab qo'ysa, bu ishim bo'lmaydi-ku. Qimmat bo'lmaydi. Biz aş qulul qatining ichidan ilib bu marvoyitni tozalab, pokizlab tashlab qo'ymay, uni chiroyli yib o'tkazib bir marjonga bo'yalmasaqchi bo'lsa, bo'lmadi. Kimlikini çalar qiladi-ku. Demak, biz yolg'iz holatda mingaversakmi, yana bu ish olmayganda sistemli toplum bir ish qilaylikda o'zimiz ham yolg'iz bir qilyapmiz, ham bir sistem barpo qilish uchun tirashyapmiz. Shuningga qarindoshlar nima qilmaslik kerak? Men bir narsada balkim ham siz deb o'tdingiz, sizlar ish qilganlar deb bu qilyapmiz, amaliyotda pek cho'ng ish emas. Sen olsam bizga ko'rinmagan cho'ng ish qilyapganlar bo'lishi mumkin. Biz maydonga tushmagan. Chunki har bir odamning o'zining qila oladigan ishi bo'ladi-ku. Osh ishni yaxshi qilsa, ish qilgan bo'ladi. Cho'qim o'ttirib chiqib, maydonga tushib qilish shart emas. Shuningga, endi biz hozir 21-asrda hozirning o'zida o'sha Xitoy yurosi, masalan men shu o'tkazib nimani boshlagan vaqtimda, namoyish boshlagan vaqtimda hozirning o'zida tim deyalayman. Bir sahabilar Uhud qilmanga vaqti shunday deyman. Uhud beribdi, men jannatning purig'ini olyapman deydi u. Men o'tgan yildan, undan kelgan yildan Sharq Turkiston mustaqilligining 3-qismi Sharq mustaqil Cumhuriyetning 7'ini olganman. Shunday maydonga. Men nurg'un umidsiz bo'lish mumkin. Men oldinda 70 yillik tariximizni so'z tutsak, hozir biz mustaqillikka yaqinlashdik. 7 kvadrata mustaqillikniki, 3-qismi Cumhuriyetniki. Şunu biz hem de hazır bizdeki men Fatıma bizdeki teşhis hayatta biz 20. asırga xos qanday qilgan chog'da xalqaro bu Xitoyni Uyg'urning kuchidan urib chiqarmaymiz qarindoshlar. Poni az yetadi. Shuni biz xalqaro hozir butun dunyo Xitoy dushman holatda kelyapti, asosda ko'taryapti. Mana shunday bir fursat keldi oldimizda. Shu fursatga tayyorlik qilish uchun biz o'tirib men hozir sistemni ishlatdik o'tganlikdan. Demak, o'sha fursatni kutish uchun yana harakat qilayotganlar bor, o'tirib chiqmagan bilan. İnşallah paçakını çıkıdı. Şununla biri hemen tayyorlaş duraylı. Kallarımız azap kılayla biz kandaktır. Birer yeni fikir diyen futbol için zadaşı zarflayıp kendimizi bugün aldıyan, mağdiyen kalanın nemisemez. Hastalıkta muşu, şu yaptan fikir diye bizim o şartuştan meselemiz emin meseleden kayısı meselesinden el kılalaydı. Mane deyimiz. Nimlen el kıladı. Bir de geçen de ben namaş kılışaklı Xitoyni beterge çıkartıp yoktuklarını çökese biz 30 milyon namaş geldi. El olmaydı şartı. Şuna biz sistemini kalarken Xitoy acizlan çaldı. Lekin bir net ismi olsa bırındaşlar Xitoy şartı Xitoy komünistler yıkılsa çoğun şartı müstakil buludu diyen bir nes yok. Aşı bir fırsat bizge. Aşı bir fırsat için tayyorluk qilishimiz kerak biz. Hücum yıkkan bolsak mesela aktide biz şu döşek tutup turgan bolsak, hücumdan aslında şu döşek tutkan bolsak, hücum yıktan daktığımız uçuyor. Biz daskanı tutmayı ahirette söyletimiz, tötrek tartıp bakmış oynayatmasak hücumu yer uçuyor hücuma. Şununla biz aşı fırsat için bir yerine kıldılar. Sıvalet aşı fırsat için emel de yalıkılaydı. Sıvalaydı Allah, namaş kıldılar, biz o şey yazışına namaş kılsın. İlgiye yaratıp, akademikler ilgi yaratıp, bizge fikir itibirdalı fikir atsın. Aşının asasen özümüzü kurallandırıp kaldığımız için 20. asırda biz hem de bu hatta ki ben ötkeldim dedim biz ben nimede devrik okşamayı lazım biz hatta Şartuş'tan davasını biz mesela 70. yıldan 50. yıldan 93. yılın sonrası 1. kısmında olsa onun 2. kısmında hatta ki 5. kısmında basış koyduğumuz gerektiğimiz için koyduğumuz olsa Euro'dan ki biz Şartuş'tan davasından 5. basıcı boyutunuz. Dünya basıcı okşumayacağım, dünya bonuş mümkün dağıtmayacağım. Biz mi? Şartuş'tan davasından okşumayacağım bir basıcı kötü erişimiz gerek. Demek aşına seviyeye geçişimiz gerek biz mi? Çünkü bu seviyeli işimiz için teşkilinde sistemle işimiz gerek. Ben fikrim şu. Rahmet. Allah razı olsun. Rahmet sizge inşallah
muşu askerlikimiz bilan Alloh bizga bir jangning, bir to'g'rining, bir haqiqatning, bir mustaqillikning, bir o'rlikning ishini ichib bersin inshaalloh. Abdulqodir qarindishim, oxirgi so'zlarimizni alamat 4-5 minut vaqtimiz bor. Shu vaqt ichida o'zingizningki nimalarni yakunlab, shu mening so'raydigan savolim shu piyoda askar bo'lmoqchi bo'lgan, buningdan keyin kelgusida sizlarga o'xshash maydonga chiqib yolg'iz bo'lsin, ko'pchilik bo'lsin, chiqmoqchi bo'lganlar qanday gapingiz bo'ldi? Shuni bildi deb o'tib keting. Shundan keyin programmamiz shu yerda oyoqlashgan bo'lsin. Rahmat. Men endi bu piyoda askar bo'ladigan qarindoshlarga emas, muhojiratdagi barliq qarindoshlarimga shuna deymanki, bizniki bu yerdagi yashayotgan bir minut, bir kun vaqtimiz bu bekor kelgan vaqt emas bu. Aşağıda endi ağızga ağıl bo'lmaganlik darajada azob chekayotgan, xorlanayotgan qarindoshlarimizniki qon ter badli kelayotgan shularniki bir qurbonligiga yashayotgan odamlar biz. Ana bo'lgandan biz bu yerda o'zimizniki bir imoniy, vijdoniy g'ururlarimizdan so'rashimiz kerak. Men shuning uchun shu qarindoshlarimiz uchun men bu vaqtimni nimaga sarf qildim? Men qanchalik ish qildim? Men nima ish qila olmayman yoki? Deb o'zini bir so'rg'ilasa, bu yerda bir qo'zg'atqich kuch paydo bo'ladi odamda. Agar vijdoni, iymoni bo'lgan bo'lsa, bir narsa qo'zg'aladi. Kallangizga nima kelsa, Xitoyga qarshi bir ishni planlang, o'ttirga chiqing, yolg'iz qilamisangiz, 5 odamni yaningizga torting, bir ish qiling. Mana da o'zingizniki vijdoningizga yuz kelalaysiz, iymoningizga yuz kelalaysiz. Kunlarning birida shu vatandagi qarindoshlarimiz bilan yuz ko'rishgan vaqtimizda men 5-chilik bir ish qila olgan deyalaymiz. Endi bu bizniki irodamizni qo'zg'ashda o'zimizni so'roq tortishimiz kerak. Qo'limizdan nima kelsa bir ishni qilsin demoqchi. Agar ayrim bir ish qilolmasanlar, qilganlarga yordamchi bo'linglar. Ular bilan bir hamkorlashinglar, qo'llab turinglar. Bu ikkinchidan endi bizga o'xshash yoki bundan burun yoki bundan keyingi mushundaq bir faoliyatga chiqadiganlarga deydigan yana bir gapim, bu faoliyat odamning irodasini tavlaydigan bir ishkan bo'lsa. Masalan, boshda tandirgan bo'lsak, chiqqandan keyin odamga texnik yurak paydo bo'ladi ekan, jasorat paydo bo'ladi ekan. Bu piyoda askarlar degan bu suhbatni bakar qurilmadi. Biz mana ko'chada yuradigan piyoda askar emas, vaqti kelgan chog'da yo'limizda yuradigan, arzu qilgan yo'ldan manadigan askar bo'lamiz inshaalloh. Onun uchun bu bir o'zimizni tavlaydigan bir fursat ekan bu. Buningda ham o'zimizni tavlaymiz, ham bir kishilik burchimizni ado qilgan bo'lamiz. Bu meniki bu qarindoshlar deydigan so'zim. Ikkinchidan, endi tilga erishim kerak edi. Ba'zi qarindoshlar xohlamaydi ekan, o'sha jamiyatda, xalqaroda, har davlatlarda aktivist qarindoshlar faoliyat qilayotganlar nurg'un. Ilg'ir saviyada, oldingi safda kech kunduz hormay talmay xizmat qilayotgan qarindoshlar bor. Bularga men deydiganim, mushu Xitoy menni boyqut qilish xizmatiga moslashib bersanglar, bir qo'llab bersanglar, buningda bir o'zaro bir xalqaro bir hamkorlik to'g'ri shakllantirsak, zanjirlashgan bir sistem shakllantirsak, Xitoyga biz bevosita zarba bera oladigan bir muhim xizmatni qilgan bo'lamiz. Chunki bir davlatga urushmay turib, jang qilmay turib, eng cho'ng qila oladigan ishi embargo. O'ylab boqaylik, hozir Amerika qonunini biz bek kutyapmiz. Amerikaning Xitoyga embargo yurgizishini kutyapmiz. Bizning cho'ng umidlarimiz. Bu nima? Xitoyning iqtisodini to'g'ritish, chet eldagi mablag'ni to'g'ritish. Yana kelsa Xitoyning iqtisodiga zarar berishga bordi bu.
Bana en çok kıldığın iş mi? Yani şu embar iqtisadiga cheklama qo'yish, uni boykot qilish, embargo jazo yurgizish. Anlamagan ki bizning ki qilayotgan xizmatimiz şu çoğ devletlerinin jang qilishdan avvalgi en çok qiladigan xizmatining en asas kısmı bu. Çünkü biz xalq ommasini qo'zg'atamiz. Xalq ommasi devletning kelishimlariga bakmaydı ular. Onunla kârı yok. Xalq ommmasini qo'zg'ayalatsak, devletga embargo yurgazmasmi? Xalq bilan biz Xitoyga keng ko'lamli xalqaro embargo yurgizalaymiz. Ben azroq bir sonliq ma'lumot berib, bir minut. Bo'ladi. Xitoyning yillik umumiy ishlab chiqarish va sirtqi tashqi perevod eksport umumiy sommasi 13 trilyon etrafida. 13 trilyon etrafida. Ma'noliqqa pek muhimlashtirmayman. Endi Xitoyninki bu tashqi davlatlarga mal chiqarib, bundan erishadigan kirma qanchalik? 3 trilyondan yuqori. O'ylab boqaylik, 3 trilyondan yuqori. Xitoyninki yillik umumiy kirmaning 4dan 1 qismiga teng keladi. Bu tashqi eksportdan oladigan kirma. Endi Xitoyning yillik harbiy aslahalarga, davlat mudofaasiga, sanoatiga soladigan xarajati qanchalik desak, 180 milyar dollar etrafida. O'ylab boqaylik, 1 trilyon mu sanmaydi. Az bir narsani soladi. Biz mushu Xitoyga embargo, xalqaro bir embargoni bir yurgizalab qolsak, ay 1 trilyonni kamayta oldik desak, 1 trilyon dollarni Xitoyning 1 yillik harbiy sanoatiga soladigan, harbiy sohasiga qiladigan chiqimining nechasini biz Xitoydan kesib oldik degan gap, uning payiga falda urdik degan gap. Yani shuna bu Xitoy menni boykot qilish xizmatini kichik chaqlamasak, ko'ngil bersak, rahbarlarimiz her bir konuşmalarda, her bir sohbetlerde, her qanday bir canlı yayınlar olsun, zulüm anlatılan her qanday bir konferanslar olsun, müşnün ayığa iki cümle söz. Eğer siz Şarkı Türkistan halkıga yardım kılışını oylasanız, Xitoy milini almang, satmang yoki az eling, az seting. Mana mush iki cümle so'zni qilib qo'yishini barliq rahbarlarimizdan men tavsiya qilaman, iltimos qilaman, murojaat qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Allah razı olsun. İnşallah Allah sizinki bu piyade şekilde kıldığın hizmetlerinin bunundan keyin bir cemaatga aylanıp, uningdan kuchli bo'lib, otliq askarga aylanıp, uningdan keyin generalga aylangandek derecede Allah'a tag'in yaqin bo'lishga Allah nasib qilsin. Ko'p rahmat. Abdulla Arish qarindishim, oxirida qaytib qo'ydigan so'zingiz bormi bir qanchag'iz? Bir bir so'z so'ragansiz, nemiz chalaqatdi. Xo'sh. Nima uchun kishilar o'ttirib chiqishni to'playdi, enslaydi degan narsalar. Albatta, kishilarimizda yana bir nima bor ekan, ulug'vorchi. Ulug'vor o'ylaydi ekan. Unda bizda qilayotgan ishlar kichik ishlar bo'lgandan keyin, o kichik ishni yaratmay qilmaydigan bir ish borchi. Cho'ng ish qildigan. Shuningga endi lekin ash qarindoshlarga tavsiyam shu dunyodagi eng cho'ng ishmi oddiy kichik ishdan boshlandi-chu. Shu vatanparvarlikniki cho'ng kichik bo'lmaydi amaliyotda. Aslında en adli vatanperverlikten biri Şarkı Türkistan'da ata-onamiz tutib ketgan bo'lsa, ashlar uchun guvoh bo'lishning o'zi bir oddiy vatanperverlik. Emniyet ashning davosini qilishingiz demak kichik bir vatanperverlik. Chunki Xitoyning sizning ota-onangiz emas, Şarkı Türkistan'dagi butun xalq sotgan zulmni anglatgan bo'lasiz. Demak, shunga bir ulug' o'ylanmaydi ishlarni-ku. Vatanperverliklar ulug' o'ylanmaydi. Vatanperverlik o'sha oddiy narsa, ilaqi Paul Korchagini bilamizmi? Ayni oddiy odamning oxirida jan chiqaradigan narsa vatanperverlik degan. Addiyden başlandı. Şunun hammayla özümüzden kırılan addi işten başla ve temperer dolayı. Çok rahmet. Allah razı olsun. Abdülkadir qarindishim, müşketni qaytib qo'ymasam bo'lmaydi deydigan gapingiz olsa, men so'z berim bo'lmasam shayda oyoqlashtiramiz. Men
aldın kıtımda bu bir Xitay melini bayqıtlaylı deb bir grup bo'lgan, ben WhatsApp grupası. Hoş. Olsam bunga bir 200 yakın kırımdaşlar koşuldu. Ama hiç karşıdan destek alamadım. Ben de yana kaydıdan bu grubunu yanıp kurmaya. Ben de bir işgalan var. Hoş. Xitay melini bayqıt kılış teşvikat grupsi yine. Yani uya geçirişki imkan bulmaya kaldı benzer sebep bilen. Ben de bununla bir asas saldım, kadem aldım. Ben bunu dikim bu hizmetine izçil bir ilip bağlamakçı bizim şu söhbetimizni anlayan kıyındaşlarımızdan bizim bu hizmetlerimizge bir masaj verişini koldan kilişçe kollap verişini ümit kılıyorum. Allah razı olsun. Rahmet. Bugün bu piyade askerler programımızdan birinci kısmını bir şeyde ayaklaştırırız. Yani ben şu piyade askerinin birisi, ma iki kardeşimiz o askerlik katıldı. Ya ki askerde özünü açtık tonuydu iken. Demek ki halk için 3 tane piyade asker var diyen gep. Belki milyonlarca piyade asker var biz bilmeydiğen. Ama Allah kalsa asla bunu işkiran ekiliş arkalık. Bizden piyade askerler güruhimizden, koşuğunumuzdan çoğu işine bu bir teşkilat yakmanda başka düşünememekle bu bir abstrakt bir şekilde naklı oturup koyup kılıvatımı ben normal bir diye düşündüğü şekilde. Hoş. Evet Allah kalsın işken hemşehrimiz var. Özününki yakından beri ailesini kutkuzuş için tor dünyasına meclisine kirip çıkıp sözleyatkan, bula bir Türk dünyasına sözleyatkan kadınlasın. Ulanım ekilimiz Piyade askerler programımızdan ikinci kısmında. Ve bunun dinkin devamlılık manım şunun okşayan Abdullah Ariş ve Abdülkadir Kaşkari katarlık kıyırdaşlarımızdaki yalğız meydana çıkan ve hareket kılıvatkan ve cemaat bulaşka teşkilatkan kişilerden destek, hiç bulmaganda manevi destek talep kılıvatkan kıyırdaşlarımızga yol içip yürüyüş için bizim destekçi bulunuz Allah kalırsa. Her vakit Abdullah kardeşim sizinle hem ve Abdülkadir kardeşimizle hem kollayımız. Elbette halkımız kollaydı ama bu yerden bir cümle sözünü değişik bilen sözünü tüketime. Biz güçlük olsak, biz capa çeksek, biz devamlılık ter, kan yakışsak halkımız bizni kollaydı iken kendimizden bizge dua kılıdı iken eğer biz lümlüm olsak, biz hiç iş kılanmasak, biz uxlap yazsak, biz fakat kuruq gepli kılıp kıysak halkımız bizden nefretlendi iken bizge yaxşı qaramaydı iken, bizden desteklemeydi iken onun için halkның destekleşidir biz muhim rol oynaydı ikenmiz. Allah hemen razı olsun. Yani bir katımlık programı görüşeceğim bununla. Abdullah ve Abdülkadir kardeşim işkinlargımı Allah rahmet kılsın. Sizler köp rahmet etime. Sizin bir telefon baktı. Hoş. Ben sınıf baktım, şu bir neçe aktivist kıyımdaşlarga uçur yazıp baktım ben. Ben bunu demesem bulurken ben deyiş mecbur kaldım. Bu kıyımdaşlarımız uçturuğa karap mı koymadı, ya ki karap koysa cevabını vermedi. Hatta ben kendi çok rehberlerge 2 yıl avval şu doğrusunda, bu Xitay melini bayqıt kılış doğrusunda ben bazen bir materyallarga erişmek için olarak bunlarga müracaat kılıp ben Facebook, Messenger'den, WhatsApp'lardan xet baktım. İsmini sansam eğer ismini de versem işe gitken de şunda olduğunu katardı menguatkan rehberlerimi var, aktivistler var. Mişadın bir çakırık kılamsız çünkü bu yerde bizim bir prensipimiz var. Hakaretlemeyimiz, setgep kılmayımız ama tenkitleyeleyimiz, fikir teklif bereleyimiz her kanal teşkilat, her kanal liderga. Sizni biz bir insan hakaretleydiğen ya ki katık yapıldığın bir şahsda düşünmeyimiz şahsen. Eğer kalırsanız çıraylık şekilde şu teşkilat veya şahsının ismitli kılıp sizin aşk hizmetinizge destek ulaşını xalaydigan şekilde kılsanız meyli. Ama şahsen ben bop kalsam ben çakırıvermem. Dünya Uygur Kurultayını, Dolkun İsa Efendimni, Mağrib Teşkilatı'nı, Hidayetullah Hacimni, meyli Abdullah kardeşimiz Dünya Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı'nınki Germanya'daki vekiliyken yani Yaşlar Kurultayı'nı yani başka atıp Dilyar Musabay deyimiz. Kalısınız en ahırda.
Kalımsanız meyli. Bo'ldi men ma'lum bir materialga erishish uchun men bir necha bir cho'ng siyosiy faoliyatchilarga uchrashib baktım. Masalan, o'sha Ömer Kanat akımızga uchrashib baktım. Roshan Abbas xonimga uchrashib baktım. Tumaris Almas xonimga uchrashib baktım. Arslan Hidayat kardeşimiz uchrashib baktım. Yana Rubiya Turdosh xonimga uchrashib qildim. Yani kimba bir necha qarindosh yana bor, bir necha ismlarni sanab bo'lolmayman. Bu yerdan bana o'sha oxirgi qitimda aktif bir pozitsiya tutgan Tahir Emin qarindoshim bir ish qitim meniki shu plakat ishlaydigan xatning inglizcha tarjimasiga tarjima qilib berdi. Anadan başqa yuqorida tilga olgan va tilga olmagan bir necha siyosiy faoliyatchilarga, qarindoshlarımızga, efendi xonimlarga uchrashib baktım. Ben sizden bir şekilde cevap geldi. Ben sizden cevap mı gelmedi uçurğuma karamasından yani karısına cevap mı kılmadı? Yani bu yerde ben sizden bir nerede talep kılman dişinde. Yani bizden de belki ulanın bir karşı vardı. Tanımagan, üstün tut bir kegen uçurlar. Yani işsiz türlü bir maksette bir adamın ziyankeş karlaydıgan bir kişiler nurgan endi. Ularni ihtiyaç kılıp cevap vermegen bo'lishi mumkin veya ki bir emniyet vermegen bo'lishi mumkin. Emniyet biz bir şahsi olarak bir adli bir fuqaroligimiz bilan biz ular bilan bunda bir irtibat kuramaydı ekanmiz. Yani bu hizmetlerini bir maslashtirishda. Sizlar talabim deyishimda sizlar endi sharoit yarar bergan ahvol ostida bizlarni aktivistlar bilan bir yakınlaştırıp koysalar bir uçur arkalık. Ya ki sizge mandamada bir kişi telefon kurdu, ya uçur kurdu. Onunki bir hizmetine kolunuzdan gelse masaj koyarsınız da size bir araçlık olan bir vasıtçı olan yani bir aranızda bana bağlap koysalar demekçi ben. Allah razı olsun, rahmet. Bu size Jirak'taki mollam, damollam da taza Jirak yaki hadisi plan bu qarindoshlar to'g'risida sizni tilga olgan qarindoshlarning hammasini bilamiz. Aktiv xizmat qilayotgan rahbarlar bor orasida va ziyolilar bor. Nihoyat aldirashchiqini ammo men bilaman. Bu yerda men shu sabab bek aldirash hatta bizlar ba'zida telefon qilib ololmaymiz. Bizlarga javob berolmaydi. Boshqa qarindoshlar maqsad chunki aldirash bek ishlaganlik uchun. Shuning uchun uni ba'zilarini kechirib o'tishga bo'ladi aldirashlikdan. İkincisi müşahede durup ben şu qarindoshlarımızga sizlerin ağızlarının namıda yani talep gibi binaen şu qarindoshlarımızga çağırıp kılıma. Ey aziz qarindoshlar, meyli adli fuqaro olsun, meyli piyade asker olsun, meyli atlık asker olsun, bu millet için köreş kılmen davatkan, bu millet için bana men davatkan her qanday bir qarindoshimizdan bir ağız gepi salımıga cevap qaytırıp koyunlar ve materyal lazım deb talep qilganlarga materialini beringlar. Allah sizlardan taxmin razı olsun. Bu yerda herkesmi bularni ayıplaganlik emas. Yani bu ayıp bularning material bermadi yoki javob qilmadi deganga nisbatan albatta bana ko'p, yani aldirash, haqiqatan aldirash. Ba'zi bizni nurg'un qarindoshlarimizga javob berolmaymiz. Shuning uchun ularni kechirvasli bo'ladi Abdulqodir. Yok, herkes benim konularda olarak bir menimki rencişim yok ama ben düşündüm. Ben doğru düşündüm. Allah razı olsun. Ama şu İstanbul'da mı nurgun teşkilat var, teşkilat başlıkları var. Şularım sunup baksılar teklif fikirlerini çokum jiraktikilerden bir hacet deb qarayman. Ular elbette yaxshi nim qilarlar. Çünkü İstanbul'da 32 teşkilat var, 32 rahbar var. Sizlarni obdan destekleyelim deb o'ylayman. Agar destekleyenmese ishkiranda biz ularni chaqiramiz, Hidoyat ilojini chaqiramiz, ulamolar qurultiyini, ulamolar birligini chaqirman. Ya'ni mayli Seyyid Tumturk efendimni chaqirman, mayli boshqa tashkilotlar bor masalan. Ismini unutib qolgan tashkilotlarimiz, ularni chaqiramiz. Albatta bu yerda biz har qanday bir odam o'zini lider deydi ekan, bir tashkilot deydi ekan, xalq uningga chaqirganligidek kishini biz tashkilot yoki lider deymiz. Yani xalq dardini ayta olsa u lider.
u bo'lmasa u o'zigilikdir. Xalq dardini aytolmasa, xalq bir material so'rayolmasa, xalq bir uningga o'zining ko'ngildagini deyolmasa, biz uni lider yoki tashkilot deyolmaymiz. Shuning uchun biz bu yerda o'tirib ularni chaqira olamiz. Biz ularni e'tirof qilganligimiz uchun ular o'ziga loyiq shaklda yaxshi xizmatlarni qilib o'tadi. Shunga men Allah razı olsun sözünü uzatmay. Bunundan keyin sizning shu Xitoy millini boykot qilish tashkiloti yoki tashkilot demayli, endi fikrlari harakati deyli buni. Xitoy millini boykot qilish harakatlarini shaxsan Uyg'ur qarindoshlik studiyasi har vaqt qo'llaydi. Har qanday programma qilaman desizlar, tashviqot qilaman desizlar, hatto ostiga e'lon chiqaribmiz haqsiz. Hatta iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan shu olsa biz bu yerga murojaat qilsak bo'ladi. Va bütün tashkilotlarning va bütün shaxslarning qo'llab sizlardek piyoda askarlarni qo'llab berishini, otliq askarga aylanishimizni, hatto generalga aylanishimizni, hatto vatanni ozod qilish uchun bir jangchiga aylanishimizni bütün xalqimizning qo'llab berishini mishaga chaqiriq qilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Ama ilgari rahbarlarniki Avrupa, Amerika tarafdagiga ishor qilishda boshqa rahbarlar xato tushuncha bo'lsin. Meniki izlagan material Avrupa va Amerikaga bu Avrupa va Amerika davlatlari bilan Xitoyning o'rtasidagi bir iqtisodiy munosabatlarga aloqador bo'lg'achqa, men bir inglizchani ular yaxshi bilgachga va u rayonda yashagan bo'lg'achqa, shu materiallarni ashula yaxshiroq bir izlab topiralamdiki degan maqsadda ulardan murojaat qilgan. Bo'lmasa men bu yerda albatta bu yerdagi har bir rahbarlar mening beshimning ustida. Hammasi bilan meniki mehmonlar bor. Bular hech qanday bir ko'nglimda bir nima yo'q. Jiraqchilik yo'q. Hammalarning shunday bo'ladi. Rahmat Emsa Abdulla To'xtarish. Inshaalloh kelgusi zamonda yana ikramga kelamiz. Abdulqodir qarindishim sizga ko'p rahmat va bizning bugungi ko'rinmalarimizga rahmat. Inshaalloh oldimizgi vaqtlarda piyoda askarlar programmasininki 2, 3, 4 qismlarimizda yangi askarlarimiz bilan birlikda sizlar bilan birlikda suhbat edib boramiz, programma qilamiz. Hamma Allohga topshirdik. Allohga omonat bo'ling.